ilmiy seminar a'zolari umumiy kun tartibi bo'yicha demak forum bor dedingiz. Ko'pimizdan so'raymiz. Demak forum bor. Ishimizni boshlashimiz mumkin. Ruxsat bersangiz boshlasak. 12 kishidan bo'ldi, SMS yozganmisiz boshlang. Kun tartibiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi huzuridagi Turizmni rivojlantirish instituti doktoranti Agzam va Nargiza G'afurovaning 08/00/17 turizm va mehmonxona faoliyati ixtisosligi bo'yicha iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun demak mavzu qishloq turizmini rivojlantirishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish Toshkent viloyati misoli mavzusidagi dissertatsiya ishi bugun muhokamaga qo'yilgan. Muhokama jarayonida bu dissertatsiya ishi O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi huzuridagi Turizmni rivojlantirish instituti qoshida ilmiy darajalar beruvchi PhD 33/08/04/176/01 raqamli ilmiy kengashda ko'rib chiqish uchun qabul qilingan. Kun tartibi bo'yicha savollar bormi? Hurmatli ishtirokchilar, ma'lumot uchun qabul qilinsinmi? Demak, yaxshi so'z Vahaba Dilfuza Hayitbayevnaga beriladi. Tanishtirish uchun. Hurmatli ustozlar, ruxsatingiz o'tirmaydi. Bemalol o'tirib gaplashamiz. Agzam va Nargiza G'afurovaning o'g'illarida qisqacha ma'lumotni eshittiraman. Agzam va Nargiza G'afurova 1981-yilda Toshkent viloyatida tavallud topganlar. 2024 yilda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining bakalavr bosqichini tarix yo'nalishi 2009-yilda shu universitetning magistratura bosqichini etnografiya mutaxassisligi bo'yicha tamomlaganlar. Mehnat faoliyatlarini 2000 yildan 241 maktabda o'qituvchi sifatida boshlaganlar. 2006-2019 yillarda Yashnobod politexnika kasb-hunar kollejida o'qituvchi, kafedra mudiri lavozimlarida faoliyat yuritganlar. 2019-2020 yillarda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Mono markazda axborot almashinuvi bo'limi, 2020-2024 yillarda Toshkent turizm va mehmonxona menejmenti texnikumida ishlab chiqarish ta'limi bo'yicha direktor muavini hamda 2024 yildan 2025 yillargacha Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining ijtimoiy fanlar kafedrasida assistent lavozimida faoliyat yuritganlar. Nargiza Agzamova 2023-2024 yillarda turizmni rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutida stajyor tadqiqotchi, 24 yildan hozirgi kunga qadar institutning mustaqil izlanuvchi sifatida ilmiy izlanish olib bormoqdalar. Oilali 3 nafar farzandlari bor. Nargiza G'afurova 2024 yildan 08/00/17 turizm va mehmonxona faoliyati ixtisosligi bo'yicha qishloq turizmini rivojlantirishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish mavzusida ilmiy izlanishlar olib borganlar. Talabgor ixtisoslik hamda chet tili fanlaridan malakaviy imtihonlarni hamda xalqaro turizm bozori, ijtimoiy iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish va prognozlash, zamonaviy iqtisodiy nazariyalar fanlaridan qo'shimcha imtihonlar topshirganlar va yaxshi baho olganlar. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 22 ta ilmiy ish e'lon qilingan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 7 ta maqola hamda shulardan 2 tasi xorijiy jurnallarda chop etilgan. Agzamova Nargiza G'afurova tomonidan qishloq turizmini rivojlantirishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish mavzusi Oliy attestatsiya komissiyasi byulletenining 2024 yildagi 1-sonida e'lon qilingan. Ilmiy rahbarlari Halilov Sirojiddin Shirali o'g'li tayinlangan. Ular Zoomda ishtirok etyaptilar. Chiqadimi? Zoomda ishtirok etsinlar. Xulosa bergan. Bormi? Javob xulosasi ma'qul. Fursat beramiz shunaqa. Demak, ma'lumot uchun tanishtirdi. Savollar bormi? Savollar yo'q bo'lsa, ovozga qo'yamiz. Dokladni davom ettirish uchun. Demak, gap tadqiqotchimiz Agzam va Nargiza G'afurovanga 15 minut vaqt yetarmi sizga? 20 minut beryapti. 15 minut menimcha yetarli bo'ladi. Marhamat.
kerakli qismlarni asosiy joylarga to'xtalsangiz rahmat. Assalomu alaykum hurmatli kengash a'zolari. Avvalo hamma oldi bugungi ilmiy tadbirimizda to'g'ri kelib qoldi. Shuning uchun hammani avvalo bayramni tabriklab o'tsin. Mavzuyimiz qishloq turizmi rivojlantirish tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish Toshkent viloyati misolida. Avvalo prezidentimizni gaplaridan boshlasak, o'zi turizmga yo'naltirilgan har bir dollar kelgusida 3-4 barobar daromad keltiradi. Har bir yangi ish o'rni boshqa tarmoqlarda, ya'ni turdosh tarmoqlarda 2 ish o'rni hosil qiladi. Bejiz prezidentimiz Shavkat Miromonovich aytib o'tmaganlar. Bu o'z navbatida bizning dissertatsiyamizdan dolzarbligini, bu sohani kelgusi faoliyatda yana ham rivojlantirishligini ishimizda yana ham aks ettirganmiz. Hozirgi globallashuv sharoitida turizm iqtisodiyoti jadal rivojlanishda, uni milliy iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasini ulkanligi inobatda qishloq turizmi barqaror rivojlanish eng muhim drayiver yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Xususan qishloq turizmini iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy jihatdan ahamiyatli, mahalliy aholi bandligini ta'minlash, milliy madaniyat va an'anani saqlagan holda kambag'allikni qisqartirish, ayniqsa hozirgi davr siyosatining eng asosiy omillaridan biri bo'lib, o'z navbatida o'sha tabiiy resurslardan oqilona foydalangan holda qishloq turizmini rivojlantirish yangi O'zbekistonni dolzarb, ya'ni turizm sohasidagi eng dolzarb vazifalardan birini ko'rsatmoqda. Shu bilan bir qatorda O'zbekistonda turizm strategik tarmog'i sifatida rivojlantirish, infratuzilmani yaxshilash, qishloq hududlarda investitsiyalarni jalb etish va eksport, import salohiyatini yana ham kuchaytirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar qishloq turizmi iqtisodiy o'sish drayveri sifatida o'rnini mustahkamlamoqda va bu bizning ishimizning dolzarbligini, uni ahamiyatini oshiradi. Tadqiqotimizning vazifalari 9 ta asosiy, eng asosiy vazifalar etib belgilangan. Bu qishloq turizmiga bog'liq tushunchalar, ijtimoiy iqtisodiy mohiyatini asoslash, O'zbekistonda qishloq turizmi rivojlantirish tashkiliy huquqiy asoslarini tahlil qilish, qishloq turizmi rivojlantirishda xorijiy mamlakat tajribasini o'rganish va qo'llash, Toshkent viloyati hududini rivojlantirishda hozirgi holatda o'rganib, tadqiq etish, turizm samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hududimizga va ularni tahlil etish hamda qishloq turizmi bo'yicha Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga tashrif buyurgan sayyohlar o'rtasida sotsiologik tadqiqot o'tkazish va uni natijalarini o'sha ilmiy jihatdan tadqiq etish. O'z navbatida 3-bobimizga qo'yilgan asosiy vazifalar bu qishloq turizmini rivojlantirish innovatsion yondashuv bilan ishlab chiqish, qishloq turizmi ko'rsatkichlarni ekonomik usullar orqali tahlil qilgan holda qisqa muddatli va o'rta muddatli istiqbol uchun prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqish. Tadqiqotimizning maqsadi qishloq turizmini rivojlantirish tashkiliy iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiya ishlab chiqishdan iborat bo'lib, tadqiqot obyekt sifatida Toshkent viloyatida shakllangan qishloq turizmi tizimi hamda uni rivojlanishiga ta'sir etuvchi tashkiliy, iqtisodiy, institutsional va ijtimoiy jarayonlar majmui sifatida belgilangan. Predmet sifatida qishloq turizmini rivojlantirish jarayonida qo'llanilgan tashkiliy iqtisodiy mexanizmlar mazmuni, ularning samaradorligi hamda o'zaro integratsiya tamoyillari ushbu mexanizmlarni takomillashtirish yo'llari sifatida ochib berilgan. Demak, tadqiqotimizning birinchi yangiligi bu o'z navbatida qishloq turizmiga berilgan tarif, ilmiy tarifni takomillashtirish hisoblanadi. Bizning tarifimiz qishloq turizmi, qishloq joylarida maqsadli sayohatlarni tashkil etish bilan bog'liq faoliyat turi bo'lib, sayyohlarga kompleks turistik mahsulotlarni shakllantiradi va taqdim etadi. Bunda hududning tabiiy, milliy o'ziga xosligini aks ettiruvchi va asrab avaylovchi mahalliy aholi uchun ish o'rinlari hamda daromad olish imkoniyatini yaratish orqali iqtisodiy foyda keltiradigan sayyohlik faoliyati turi tushuniladi. O'z navbatida tarifimizdan ishlab chiqish jarayonida mahalliy, xorijiy hamda MDH davlatlarining iqtisodchi olimlarining ishlari ham o'rganib chiqildi va shu o'rganish jarayonida o'zimizda ishlab chiqqan tarifimizning o'ziga xos jihatlari ham belgilab olindi. Bizning tarifimizda qishloq turizmiga oid mavjud tariflar tahlil natijasida ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyot, ya'ni avvalo dam olish va sayohat qilish vositasigina bo'lib qolmasdan, balki aholini bandligini oshirishga, tabiiy hamda etno-madaniy meros saqlab qolishga muhim omil sifatida qaralgan. Mahalliy aholini ish bilan ta'minlagan holda o'z navbatida hududda ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy salohiyatini rivojlantirishga urg'u berilgan. Xorijiy va mahalliy hamda MDH davlatlarini
olimlarini ta'riflarini tahlil qilganimizda shu narsaga ham alohida e'tibor qaratishni xohlardikki, ya'ni xorijiy davlatlarni ta'riflarida ko'proq qishloq turizmini agrar turizm, ya'ni shahardan tashqari bo'lgan qishloq hududlaridagi mehnat faoliyati, o'sha qishloq hududlardagi agrar ishlab chiqarish mahsulotlarida bevosita ishtirok etish yoki bo'lmasam tabiat qo'ynida dam olish degan asosiy urg'u beriladigan terminlarga alohida e'tibor qaratishni xohlayman va o'z navbatida MDH mamlakatlaridagi ta'riflarni, olimlar ta'riflariga alohida e'tibor qaratadigan bo'lganimizda esa MDH aholini zich joylashmagan, ko'proq aholiga urg'u berilgan, ya'ni demografik nuqtai nazardan yoki bo'lmasa etnomadaniy xususiyatlarni qamrab olgan yoki bo'lmasa qishloq hududida yashovchi aholini o'z uyida xorijliklarga xizmat ko'rsatish turi sifatida alohida qayd etilgan. Va shu o'rinda yengillikdan bo'lish va ta'riflarni alohida e'tirof etish kerak, ya'ni ularda ham o'ziga xos mukammal ta'rif berilgan. Ya'ni qishloq turizmi qo'zichida agroturizm, yashil turizm, ekoturizm bu fuqarolarni ham mahalliy ham xorijiy asosiy yashash joyini qishloq joylariga sayohat qilish maqsadida va yoki qishloq xo'jalik ishlarida ishtirok etish, vaqtincha yashash joyidan daromad olmaydigan faoliyat turi sifatida yondashuv berib o'tirilgan. Demak, ushbu tahlillar natijasida o'rganib chiqib, o'zimizni tadqiqotimiz nuqtai nazaridan ta'rif ishlab chiqildi. Qishloq turizmini ta'rif nuqtai nazaridan tarkibiy tuzilmasi ham ishlab chiqildi. Bunda 3 ta asosiy bo'lim bu: maqsadli sayohatlar, kompleks turistik mahsulotlar, hududiy xususiyatlarni va hamda barqarorlik inobatga olindi va o'z navbatida har birini o'sha iqtisodiy ijtimoiy natijalar berish natijasida ham mahalliy aholi uchun ish o'rinlari yaratishi, daromad manbaini kengaytish hamda hududiy rivojlanish hamda iqtisodiy foyda ortishi alohida e'tirof etilgan. Birinchi ilmiy yangiligimiz oliy o'quv yurtlari talabalari uchun tavsiya etilgan turizm transport va distributsiyasi nomli darslik tayyorlashda foydalanilgan. Ushbu darsligimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 2023-28-yanvar 364/01 raqamli guvohnoma asosida hamda O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasining 2025-18-dekabrdagi 03/17/597 sonli ma'lumotnomasi asos sifatida qo'yildi. Endi tadqiqotimizning ikkinchi yangiligi, ilmiy yangilik. Bunda O'zbekistonning turistik qishloqlarini, mahalla va ovullarini xalqaro talablarga moslashtirish maqsadida Butunjahon turizm tashkilotining Best Tourism Villages mezonlariga uyg'unlashtirish mexanizmi ishlab chiqildi. Avvalo, Butunjahon turizm tashkiloti, ya'ni Best Tourism Villages mezonlari 2021-yildan mana shu mezonni ishlab chiqib, butun dunyodagi qishloqlar baholanib kelinadi va o'z navbatida 2025-yil 18-noyabrda O'zbekistonni Surxondaryo viloyatidagi Boysun tumanidagi Omonxona qishlog'i ham aynan ushbu ro'yxatga kiritilganini va ushbu ro'yxatda kiritilgandagi eng asosiy mezonlar sifatida o'sha Best Tourism Village mezonlar orqali o'tib, lekin bu hudud yana ham rivojlantirish, yana ham ustida ish olib borish muhimligi inobatga olinib, rivojlantirish dasturiga ham kiritildi. Demak, mana shu ilmiy yangiligimizdan ishlab chiqish asnosida biz ushbu Best Tourism Village mezonlariga qay tartibda mexanizm sifatida moslashtirish mumkinligi ishlab chiqildi. Bunda o'z navbatida UN turizmi o'sha 9 bosqichli o'zini mezonlari bor. Albatta ushbu mezonlar bu birinchi o'rinda madaniy va tabiiy resurslar inobatga olinadi, ya'ni baholash, qishloqni baholashda uni targ'ib qilish hamda asrab-avaylash, ikkinchidan, uchinchidan iqtisodiy barqarorligi, to'rtinchidan ijtimoiy barqarorligi va o'z navbatida qishloq hududi bo'lgani uchun ekologik barqarorligi ham inobatga olinadi. Oltinchidan turizm rivoji va uni qiymat zanjiri integratsiyasi, buni hozir batafsil tushuntirib o'tamiz va boshqaruv turizmidagi ustuvor yo'nalishlari hamda infratuzilma hamda logistika nuqtai nazaridan va
hududda sog'liq, aholini xavfsizligi, hududda xavfsizligi, hududda o'sha ekologik resurslarni ta'minlanganligi bu eng asosiy shu 9 ta bosqichdan iborat bo'ladi har bitta hudud. Va o'z navbatida shu hududga qaysi davlatlarning qishloqlari ko'proq kirganligini man berib o'tdim. Bu Turkiya, Fransiya, Avstriya, Ispaniya, Yaponiya hamda Janubiy Koreya va bu davlatlarni biz xorij tajribasini ilmiy tadqiqot ishimizda tahlil qilib o'rganib chiqdik. 2025-yilda Turkiyaning qishloqlari, Avstriyaning qishloqlari hamda Yaponiyaning qishloqlari ham aynan Best Tourism Villages mezonlari asosida ushbu ro'yxatga kirdi. Endi o'zimizning qishloqlarni tabiiy geografik joylashuvi, o'rni, salohiyati, infratuzilmasidan kelib chiqqan holda aynan ushbu mezonga moslashtirish uchun 7 ta mexanizmdan iborat, o'sha bosqichdan iborat mexanizm ishlab chiqildi. Bunda birinchi o'rinda diagnostik va ilmiy tahliliy baholash. Bu bizga nima uchun kerak? Har bir qishloq albatta o'zini joylashuviga ko'ra, aholisini ishini ta'minlanganiga ko'ra, yashash sharoitiga ko'ra va albatta u mahalla fuqarolar yig'ini tarkibidami, ovul tarkibidami yoki bo'lmasam chekka hududdagi qishloqmi, ana shu nuqtai nazardan albatta ilmiy tahlil diagnostik o'tkazilishi shart. Bunda qishloqning joylashuvi, aholisining tarkibi, shahardan logistik nuqtai nazardan transport tizimi qay darajada yo'lga qo'yilganligi har tomon tahlil qilinib, shu qishloqning pasporti shakllanadi. Ikkinchi o'rinda albatta strategik rejalashtirish va institutsional dizayn. Bunda har bitta qishloqni strategik nuqtai nazardan rejalashtiriladi. Ya'ni ko'proq bizlar o'zimizdan institutsional jihatdan yondashadigan bo'lsak, mahalla fuqarolar yig'inini boshqaruv organi sifatida oladigan bo'lsak, shu mahalla fuqarolar yig'ini raislari bu qishloqqa qay darajada o'sha rivojlantirish dasturlariga qo'shganligi, obod mahalla qishloq dasturiga qo'shilganligi, uni boshqaruv mexanizmlari va shu qishloqning potensiali, ya'ni iqtisodiy jihatdan potensiali inobatga olinadi. Uchinchi bosqich bu infratuzilmani modernizatsiyalash va texnik tayyorlash. Mana bu eng asosiy bosqich hisoblanadi. Albatta qishloqlarimizda suv, gaz degan eng asosiy infratuzilmalarimiz bor. Elektr energiya ta'minoti bor. Yo'llar xavfsizligi, yo'llar tekisligi, ravonligi degan narsalar bor. Albatta bu narsalar birinchi o'rin inobatga olinib, shu ishlarni amalga oshirish, ya'ni eng so'nggi talablarga o'sha sayyohlarning kelish-ketish maqsadidagi Wi-Fi tizimiga ulanganlik, internet bilan bog'liq bo'lgan barcha mana shu omillar o'rganib chiqilib, institutsional darajada, hokimiyat darajasida, viloyat darajasida ko'rib chiqilinadi va bartaraf etiladi. To'rtinchi bosqichda turizm xizmatlarini diversifikatsiyalash va innovatsion yechimlarni tatbiq etish. Bu ham eng asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib, bunda hududdagi aholini nima bilan mashg'ul bo'lishi, qaysi kasb-korga ega bo'lishi va shu yo'l bilan aholining daromadini oshirish omillari o'rganib chiqiladi. Har bir hudud o'zini aholisini o'ziga xos ishlab chiqarishiga ega. Ayrim hududlar ko'proq qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirib chiqarsa, ayrim hududlar hunarmandchilik mahsulotlarini yetishtirib chiqarishga o'ziga xos yondashuv bor. O'ziga xos o'zini ishlab chiqarish omillariga ega. Va bu ishlab chiqarish omillarini yana ham rivojlantirish, ularning mahsulotlarini talabgir, zamonaviy, sayyohbop, ya'ni sayohatchilar sotib oladigan darajada o'zini dizayniga ega bo'lishini ta'minlash. Bu yo'l bilan ham mahalliy aholi ish bilan ta'minlanadi. Sayyohlar orqali, ularni sayyohlarga sotish orqali daromadga ega bo'linadi va qo'shimcha daromad manbai hududga investitsiyani kirib kelishiga sabab bo'ladi. 5-dan ekologik barqarorlikni ta'minlash. Albatta bu hozirgi davrning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Ekologik barqarorlik, ya'ni o'z qishloq hududlarimizda iloji boricha o'zi Toshkent viloyati eng asosiysi o'zi ekologik nuqtai nazardan toza hududlar sirasiga kiradi va bu narsani asrab qolish va bu narsani iloji boricha hamda asrab qolish va saqlab qolish ilinjida qilinadigan barcha ishlar samarali tarzda ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Hudud, avvalo mahalla, hudud va viloyat nuqtai nazaridan va mahalliy aholini jalb etish, inson kapitalini rivojlantirish. Har bir hududda sayyohlarni qabul qilish, ularga xizmat ko'rsatish notekis, ya'ni ularni agar biz baholaydigan bo'lsak, ayrim hududlarimizda mahalliy aholini sayyohlarni jalb qilishda, ularga xizmat ko'rsatish juda ham yaxshi tomonini o'zlari ko'rsata olishgan. Malikalar nuqtai nazaridan. Lekin ayrim hududlarimizda albatta qisqa muddatli kurslarni tashkil etish, ularni o'qitish, mehmonxonalarni yoki bo'lmasa mehmon uylarini bezatishda, ularni rasmiylashtirishda mana shu talablarni inobatga olishimiz zarur.
Chunki ayrim xonadonlar o'z uyida mehmon uylar ochganda ana o'sha talablarga moslashtirgan holda o'sha nizomlar asosida Vazirlar Mahkamasi qarori asosida ochishsa, bu albatta yana ham hududni jozibadorligini oshiradi. Va eng oxirgisi Çünkü birinchi yangilikka asoslanadi. ikkinchi har biriga alohida to'xtalish shart emas. Ikkinchi yangilikka asosiy qism jihatlarga to'xtang. Uchinchi, to'rtinchi. Chunki to'rttagi to'g'rimi? Har bir punktiga. Ikkinchi ilmiy yangiligimiz xalqaro talablarga o'sha moslashtirish mexanizmi 2024-18-yil O'zbekiston Respublikasida turizm infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini yanada oshirish aynan ilmiy yangiligimiz. Ularni o'qish shart emas. Berilgan nimalarni qaysi chora-tadbirlar to'g'risida natijasi berildi. Keyingisi ikkinchi ilmiy yangilik. Bu men uchinchi ilmiy yangiligim. Uchinchi ilmiy yangiligim xizmatlar diversifikatsiyasi va yangi turistik mahsulotlar yaratish orqali daromad manbalarini kengaytirish, narx-sifat muvozanatini saqlagan holda raqobatbardoshlikni kuchaytirishga ko'ra qishloq turizmini davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmi takomillashtirildi. Bunda O'zbekistonda qishloq turizmi davlat tomonidan tartibga solishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmi bevosita o'sha takomillashtirish natijasi o'z navbatida biz bu qarorga bu ilmiy tadqiqotni so'rovnoma asosida shakllantirdik. Ya'ni hududga tashrif buyurgan mahalliy va xorijiy sayyohlar orasida so'rovnoma o'tkazildi va bu so'rovnoma natijasida keyingisiga borasizmi? So'rovnoma natijasida sayohat davomiyligini o'rtacha kuni hisoblab chiqiladi. O'rtacha kuni 2,8 kun, ya'ni 2,5 kundan o'sha 3 kunning orasida olindi va so'rovnoma natijasiga ko'ra bizani hududimizda asosan weekend turizm, ya'ni haftaning shanba va yakshanba kunlari, ya'ni dam olish kunlari keladigan turizm turiga kiradi. Albatta, ushbu so'rovnoma natijasiga ko'ra keyingisiga borasiz. Natijasiga ko'ra ilmiy iqtisodiy nuqtai nazardan o'sha qaralganda kunini, ya'ni sayohat davomiyligini uzaytirish imkoniyati borligi, hududga tashrif buyurgan o'sha respondentlarni va ulardan olingan natijalarga ko'ra 60% qishloq turizmi xizmatlari tarkibining cheklanganligi, mahsulot portfelini kengaytirish zarurligini, xususan ekologik marshrutlar yoki agroturizm dasturlarini, mahalliy gastronomiya va yana o'ziga xos tomoni bu folklor etnografik tadbirlarni yanada rivojlantirish mumkinligi haqida takliflar berildi. Ushbu takliflarni inobatga olib va turistlarning 48% mavjud xizmatlar to'plamini o'rtacha 32% past baholanganini ham inobatga olib hamda qishloq turizmida o'sha narx bilan sifat nomutanosibligini yuzaga kelganini, ya'ni hafta yakunida talab juda ham yuqorilaydi, lekin shunga yarasha takliflar ham keng emas. Buni natijasida albatta taklif darajasi keng bo'lmagan natijasida bir necha bor shu holatlar kuzatilgan hayotiy tajribada, ya'ni shanba va yakshanba kunlari qishloq turizmiga o'sha hududlarga borishda joylashtirish vositalari narxlarini ko'tarilish yuzaga keldi joylarda, hududlarda va aynan shuning uchun diversifikatsiya darajasining pastligi ham narx-sifat nomutanosibligini yanada biz mutadillashtirib, o'sha raqobatga yana ham o'sha chidamliligini oshirish, bozorga bo'lgan o'sha talabgorlikni kuchaytirish natijasida biz ushbu mexanizmni, ya'ni ishlab chiqdik. Bunda shunda boyagani mana boyagi jadvalni tepaga yozgani yana tepasiga. Bunda o'sha tashkiliy iqtisodiy mexanizmda hududda o'sha yangi turistik mahsulotlar yaratish orqali daromad manbaini kengaytirishga, narx-sifat muvozanatini saqlagan holda raqobatbardoshlikni kuchaytirishga hamda klasterlash, innovatsion subsidiya, integratsiyalashgan tur paketlar deganda hududda salohiyatdan kelib chiqib turib, folklor etnografik guruh jamoalarini tur paketlarga integratsiya qilishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa innovatsion yondashuvlarni qilgan holda, masalan, hududimizda 3 ta o'lkashunoslik muzeyi bor. Hvangi muzeyi bor, Chirchiq tumanida joylashgan Angren Chirchiq tumanidagi o'lkashunoslik muzeyi bor, Angren tumanidagi o'lkashunoslik muzeylari. Mana shu 3 ta o'lkashunoslik muzeylarida virtual muzey loyihasini qo'yish va shu orqali tur paketlarga integratsiya qilish, bu o'z navbatida innovatsion yondashuvlarni qo'llagan holda xizmatlar zanjirini kengaytirishga xizmat qiladi. Va
ekonometrik modellash asosida biz shu narsani ham hisoblab chiqdik. Iqtisodiy mexanizm kuchaytirish kerak. Bu 2024-2030 yilgacha investitsiyalar hajmini 40.4 trillion so'mga yetkazish. Bu o'z navbatida o'sha hududda yana ham o'sha jozibadorligini, investitsion samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Joriylanish. Va o'z navbatida hududda o'rganish jarayonida har bitta hududda belgilangan rejadan og'ish yuzaga keldi. Biz bu narsani quyidagi o'sha statistik modellash asosida ko'rib chiqdik. Bunda o'sha Bo'stonliq, Parkent tumanlarida real turistlar sonini rejalashtirilgan foiz bo'yicha og'ishini ko'rib chiqqanmiz. Demak, mana shu hududimiz, ya'ni o'rganayotgan hududimizda Bo'stonliq, Parkent tumanlarida turistlarga bo'lgan, ya'ni dam olishga bo'lgan talab yuqori, lekin ularni qamrab olishga bo'lgan nima holatda esa albatta barchasini qamrab olish holati juda ham yuqori, nima deydi, pastroq namoyon bo'ldi. Shuni hisobiga bizani o'sha iqtisodiy modellashimizda mana shunaqangi bir og'ish yuzaga keldi. Endi albatta ushbu muammolarni o'sha boya yuqorida aytib o'tgan tashkiliy mexanizmni kuchaytirish evaziga bartaraf etsak bo'ladi va bu narsa taklif sifatida keyingisiga shunday ovoraz taklif sifatida berib 2023-yil 11 sentyabrdagi PF 158 sonli O'zbekiston 2020-30 strategiyasi to'g'risidagi farmoniga kiritilgan va unda o'sha aynan mana shu narsani biz taklif sifatida berib o'tganmiz. 4-yil yangiligimiz ishlab chiqilgan ko'p omilli ekonomik model yordamida Toshkent viloyatida qishloq turizmini rivojlantirish bo'yicha 2030 yilgacha prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqildi. Ekonomik modelda eng asosiy o'sha omillarni biz turizm, Toshkent viloyatidagi turizm sohasida ko'rsatilgan xizmatlar hajmini biz Y deb oldik va unga ta'sir etuvchi omillarni X qilib oldik va unga bir qancha o'sha omillarni X1, X2, X3 qilib va hokazo tartibda berib o'tdik. Bunda tashrif buyurgan o'sha xorijiy turistlar sonini X1, mahalliy turistlar, ya'ni sayyohlar sonini X2, obyektlar sonini X3, turfirmalar sonini X4, investitsiya kiritilayotgan investitsiya million so'm hajmda X5, mehmonxonalar soni birlikda X6 va qishloq turizmida xizmat ko'rsatuvchilar soni X7 hamda viloyatda ko'rsatilgan xizmatlar hajmi esa ln Y qilib olindi va ta'sir etuvchi omillarni esa ln X2i ko'rinishda berib, bu bo'yicha o'sha ekonomik modelimiz mana ishlab chiqilindi. Ekonomik modelimiz ishonchlik ehtimoli nizom o'sha standartga ko'ra 0.05 va uni ozodlik darajasi o'sha T-nizom bo'yicha barcha nimalarga to'g'ri keladi va ushbu ekonomik modelimiz asosida biz keyingisiga shunday ovoraz ko'p omilli shu model asosida uni haqiqiy hamda qiymatlar, hisoblangan qiymatlari bo'yicha farqlari quyidagi rasmda belgilab o'tilgan va omillarimiz natijasida keyingi jadval bo'lasiz. Omillarimiz natijasida 2030 yilgacha bo'lgan prognoz o'rta muddatli istiqboldagi prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqildi. Prognoz ko'rsatkichlarimizda yil sayin o'sha o'sish qayd etilgan bo'lib, ayniqsa o'sha investitsiyaviy nuqtai nazarda va Toshkent viloyatida o'sha turizm sohasida xizmat ko'rsatganlar hajmi 2024-yilda o'sha 30 mingdan oshiq bo'lsa, bu raqam bora-bora o'sha 74 mingdan oshishi qayd etiladi. Ya'ni demak bunday talab bor. Aholining ham bunga qiziqishi, intilishi juda yuqori va yil sayin bu hududda yana ham o'sha aholini bandligini ta'minlashga, prezidentimiz dasturlaridan kelib chiqib kambag'allikni qisqartirishga bo'lgan o'sha asosiy o'sha islohotlarni o'zida aks ettiryapti. Demak, keyingisiga ovoraz va buni joriylanishi 2025-yil 15-maydagi PL 87-sonli 25-26-yillardagi sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini jadal kengaytirish orqali turizm iqtisodiyotidagi o'rni va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida farmon loyihasi tayyorlashda taqdim etdik. Ma'lumotnoma 2025-yil 18 dekabrdagi 03/17/597 sonli ma'lumotnoma asosida berib taqdim etdik. Rahmat. Xulosani aytmaymi? Yo'q, berilgan deb aytishingiz kerak. Xulosa qismi berilgan. Keyingisini ko'rsating. Nechta punktli ekan? 9 ta.
9 ta Rahmat, hurmatli tadqiqotchi, hurmatli ilmiy seminar a'zolari, ustozlar, savollar bor bo'lsa marhamat berishingiz mumkin. Faqat oldin o'zinglarni tanishtirib, keyin savol bersanglar osonroq bo'ladi. Rahmat. Bormi savollar? Ya'ni buni berasizmi yoki boshqa? Mumkin, albatta. Dotsent Nazarov, Amir Ismatullayevich, Milliy universitet. Hamda bir necha savollar bor. Bitta degan ma'qulmi yo? Tadqiqotchi qanaqa ma'qul beriladi? Bu muhokama. Bundan savollar tushgan, faqat oldin offline ishtirokchilarimiz. Aktual tema albatta qishloq turizmi. Sababi o'zimiz mamlakatimiz agrar xususiyatga egamizda. Endi qishloq turizmini qishloq joysiz, qishloq xo'jaligisiz ham tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun shu masalada, siz ko'rayotgan masalada shu viloyatingizda misol uchun hududlarini xususiyatlari e'tiborga olingan. O'zbekistonda-chi? Yo'q, mana Toshkent viloyatida bor. Xususiyatlari. Hozir berilmagan bormiz. Savol javob qilib bermoqchi. Bitta berasizmi javob, hammasini yozib olasizmi? Mayli, bitta bo'lsa mayli yaxshi. Hududimizdan xususiyatlar albatta inobatga olingan, chunki o'z o'rnida Toshkent viloyati albatta majoziy ma'noda rang-barang o'zini hududlariga ega. Ayrim hududlar iqtisodiy jihatdan yuqori potensialni kasb etsa, ayrim hududlarda albatta investitsiyani jalb qilish, infratuzilmani yaxshilash va o'z navbatida joylashtirish vositalarini, gastronomik turizmni rivojlantirish talab etadi. Bu esa o'z navbatida hozir Ashqibek, sal ko'tarib olasizmi? Sal ko'tarib olasizmi? Amma mashcha bu. Mana sotsiologik so'rov natijasida biz bu narsani ko'rishimiz mumkin. Demak, sayyohlarimizdan ko'proq Bo'stonliq, Parkent va boshqa hududlar ham deb aytganman. Mana Chorvoqqa, Qumshkonga, hatto Zangiota tumani hamda majmuasiga tashrif buyuruvchilar soni nisbatan yuqori. Demak, bu hududlarimizdan xususiyatlarni kelib chiqib, turistik infratuzilmani, logistika tizimini, transport tizimini, sayyohlarga xizmat ko'rsatish tizimi va qo'shimcha qiymat zanjiri, ya'ni xizmatlar diversifikatsiyasi yaxshi shakllanganini ko'rishimiz mumkin. O'z navbatida hududimizda joylashgan Hajikent, o'sha Olmaliq tumani, Qirqiz ziyoratgohi yoki Ohangaron tumanidagi Majid bobo ziyoratgohlari ham bor. Bu ham turistik hudud hisoblanadi. Bu yerda ham turistik qishloqlarimiz bor. Lekin bu hududlarga tashrif buyuruvchilar soni nisbatan kam. Demak, bu hududlarimizda albatta ularning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda biz bu hudud infratuzilmani yaxshilashimizni, salohiyatini kuchaytirishimizni, bu hududda o'sha qishloqlarini tabiiy o'sha saqlagan holda, o'zini hududini salohiyatini saqlagan holda turistik salohiyatni rivojlantirishimizni talab etadi. Bu o'rinda albatta investitsion jozibadorlik degan narsa bor. Ya'ni investitsiya jalb qilgan holda hududda turistik salohiyatini ko'tarishimiz kerak. Albatta investitsiya jalb qilingan har bitta hududda yil boshidan tumanlar miqyosida, hatto hududga turistik salohiyatga kelib chiqib investitsiya jalb qiladi. Lekin ushbu investitsiyani ham qaytarib olish xususiyati ham bor. Biz bu o'rinda ham tadqiqotimizni amalga oshirganmiz. Bu o'rinda faqat Bo'stonliq tuman hamda Parkent tumanida ro'y ko'rsatkichi ko'rsatilgan, ya'ni investitsiyani qaytarib olish, samaradorlikni saqlab qolish ko'rsatkichi ko'rilgan. Endi bilasiz, mana hammamizga yaxshi ma'lum, prezidentimiz, hukumatimiz tomonidan alohida qishloqlarda turizm qishloqlari deb Barganza yoki G'ilon, misol uchun, yo Samarqandda, Buxoroda, shu viloyatingizda shunaqa bir alohida bir obyekt sifatida qishloq tanlab olinib, misol uchun tanlama kuzatuvlar bo'lganmi? Shu masalani iqtisodiy samaradorligi shunaqa tanlama kuzatuvlar asosida ham ishlangan. Ishlangan. Albatta biz tadqiq etayotgan hududda turistik qishloqlar bor. Bular Qumshkon qishlog'i, Parkent tumanidagi va o'sha hududda siz aytib o'tgandek tanlanma kuzatuv, ya'ni sotsiologik tadqiqotlarni amalga oshirganmiz. Va o'z navbatida hali ham bu narsani davom ettirmoqda. Bo'stonliq tumanidagi Yakkatut qishlog'i bor. Bu Yakkatut qishlog'i
2025 rejasiga ko'ra turistik qishloqqa aylantirish kiritilgan. Mana yana ozgina qolib qoldi, lekin yil yakunlanishiga albatta bu reja amalga oshsa 2025 yil oxirigacha bo'lmasam 2026 birinchi chorakida turistik qishloq maqomi beriladi. Bu beriladi. Sizni tavsiyangizmi bu davlat tomonidan ishlab chiqarilganmi degan masala ko'rilyapti bu. Bu demak u davlat tomonidan qilinayotgan bo'lsa, bu sizni tavsiyangiz, yangilik bo'lmaydi. Agar sizni tavsiyangiz asosida ishlanayotgan ish bo'lsa, demak bu natijasi bo'layotganini ko'rsatadi. Savol shundan iborat bo'lyapti. Aynan qanday turistik qishloq, turistik hududlarni bilasiz yoki siz tavsiya qilayotgan aynan tanlagan obyektingiz o'sha javob beradimi yoki oldindan bormi degan savol ham bo'lyapti-da. To'g'rimi? Shunda aniqlik kiritib bersangiz bo'ldi. O'sha hududda, o'sha Yakkatut qishlog'ida tanlanma o'sha obyekt sifatida ham olingan. Tuman bilan o'zaro hamkorlikda bir qancha ishlar olib borildi va bu hududda o'ziga xos salohiyati, gastronomik salohiyati ham ustida ish olib borildi. O'zimizni tavsiyalarimizni ham berdik va bu hududda folklor etnografik guruh jamoasi ham bor. Bu guruhga ham o'sha tashrif buyurgan sayyohlarga o'sha folklor etnografik guruh jamoat chiqishlarini integratsiya qilish jarayoni o'rtada nima ishlab chiqildi va amalga oshirildi ham. Shuning uchun albatta to'g'ri tadqiqot natijasi bo'lmasa ham, lekin shu hududda tadqiqot olib borildi. Tanlangan hudud Yakkatut qishlog'ida. Nima berdi natijasi? Natijasi bu hududga mahalliy va xorijiy turistlar oqimi sezilarli darajada oshdi. Qanchaga oshdi? Aynan qanchaga oshgan? Nima samara bergan? Va ishda bormi shuni so'radim. Dissertatsiyamizda belgilangani avtoritetga chiqarmadik, lekin dissertatsiya ishimizda nima o'z navbatida bu narsani nima qilganmiz, bu hududda o'ziga yarasha yana xususiyati borki, haftasiga, ya'ni hafta yakunida 100 tadan kerak bo'lsa 250 tagacha mahalliy turistlar, 100 tagacha xorijiy turistlar tashrifi tadqiq etilindi, ya'ni tasdig'ini topdi va o'zini gastronomik nuqtai nazardan, mehmon uylarini bezatilishi nuqtai nazardan xorijiy sayyohlarga qiziqish uyg'otdi. O'ziga xoslik nuqtai nazaridan. Ana shu bizning hududimizning natijasi, tadqiqot natijasida bo'ldi. Hurmatli tadqiqotchi, yaxshi javob berdingiz, lekin umumiy tadqiqotchi konkret natijani ko'rsatishingiz kerak. Qisqa yo'lda javob bering, yaxshi to'g'ri javob bering. 5-chi rasmiyasida demak qishloq turizmini davlat tomonidan tartibga solishni o'sha iqtisodiy tashkil mexanizmlari haqida gap ketadi. Shunda ko'proq Janubiy Koreya, Fransiya, umuman bundoq qarasa rivojlangan davlatlar tajribasiga ko'proq murojaat qilyapsiz. Endi ba'zida misol uchun biz ko'proq rivojlanayotgan mamlakatlarga o'tamiz. Shunga masalan nega aynan shu davlatlarning tajribasiga ko'proq murojaat qilyapsiz? To'g'risi jadvalga yana boshqa davlatlar qo'shmoqchilik ozgina o'sha haligi texnik xatolik nima, texnik nuqtai sig'may qolish bo'ldi-da. Asli tadqiqotimiz birinchi bob 3-paragrafida nafaqat Janubiy Koreya, Fransiya, balki Buyuk Britaniya, Kipr davlati, Avstriya davlatini tajribalar o'rganib chiqildi va o'z navbatida o'sha men turizmning, biz turizm biologik tarkibida turgan qishloqlar ham o'rganib chiqildi va o'sha xorij tajribasini O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari ham ko'rib chiqildi. Boshqa davlatlarga nisbatan aynan hozir bu yerda Janubiy Koreyada yozishini o'ziga yarasha sabablari ham bor, ya'ni prezidentimizning farmonlaridan keltirib o'tganman, o'sha Toshkent viloyatining Angren, Lashkarak qishloq hududlarini shu Janubiy Koreya tajribasi asosida rivojlantirish kiritib o'tilgan edi va o'z navbatida biz ham o'sha narsani tadqiqot jarayonida ko'rib chiqdik. Xorij tajribasini O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlarini. Janubiy Koreyaning tajribasini Angren tumanini, o'sha Angren shaharchasidagi chetida joylashgan qishloqlarni rivojlantirishni tavsiya sifatida, taklif sifatida qo'ydik. Qo'llashda, xorij tajribasini hududda qo'llashda. Va dissertatsiyamizda nima buni batafsil yoritib ko'rsatsam bo'ladimi? Siz javob berib keturing. Sizga bu endi savolga sizdan javob olishlari kerak-da, tushunmadim. Lekin boshqa davlatlarda Buyuk Britaniyaning tajribasi bor, Kipr davlatiniki tajribasi bor, Avstriya davlatiniki bor,
bu davlatlarning ham tajribasi alohida ko'rib chiqiladi. Именно o'sha tajribani qanday qaysi jihatlarni tadbiq qilishni tavsiya qildingiz. Siz ko'p davlatlar ko'rishingiz shart emas. Sizniki PhD bu. Bitta xorij tajribasini olgansiz ham yetarli edi. Hurmatli tadqiqotchi, o'shaning uchun именно o'sha bizga mentalitet tomonimizdan yaqinlik tarafiga e'tibor qaratdingizmi yoki turmush tarzigami yoki daromad tomondanmi yoki qiziqishimi, mana shunisiga qaragan holatda siz bergan tanqidingizni nima jihatlarni qo'llagan so'raysizmi? Fransiya tajribasi Qanqasin savollarga javob Yana mazmuni shundaki, masalan, qo'llashda ham xorij tajribasini iloji boricha masalan bizga yaqinroq, sharoiti bizga tushadiganroq. Masalan, nima deydi, birovni do'ppisini birovga kiysangiz ham sal noqulay bo'lib qoladi. Xorij tajribasini tadbiq qilishda ham o'sha mahalliy xususiyatlarimiz e'tiborga olinishi kerak. Milliy, mahalliy, tabiiy xususiyatlar. Fransiya tajribasini ko'proq Parkent tumani qishloqlarida qo'llash imkoniyati, agroturistik mahsulotlar ishlab chiqarishnimi yoki o'sha uzum yetishtirishi, gilos yetishtirishi, yong'oqzorlar bor, yong'oq yetishtirishi va o'z navbatida shu hududlarda sayrlarni uyushtirishi, tabiiy toza ekologik muhitni ham saqlagan holda, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirgan holda ham hududga foyda va daromad keltirish nuqtai nazaridan o'z navbatida hudud salohiyatini saqlagan holda. Lekin bunga ozgina yana albatta investitsiyani jalb qilib, uni xaridorga va bozorga, ya'ni talab darajasiga yetkazish. Kipr tajribasini biz ko'proq Bo'stonliq tumaniga qo'llasak bo'ladi. Kipr iloji boricha tabiatni asrash, ekologik barqarorlikka erishish, yashil energiyadan foydalanishi ko'proq biz Bo'stonliq tumaniga qildik. Janubiy Koreyani Hamsot qishlog'i bor. Aynan shu Hamsot qishlog'i tajribasini Angren misolida, o'z prezidentimiz farmonlaridan bundan sifatida o'tirilganda, Angren misolida qo'llashni biz tavsiya sifatida berdik, chunki Hamsot qishlog'i biz bilamiz, o'sha tadqiqot jarayonida asosan shu Ikkinchi jahon urushidan keyingi binolarning hamma narsalarini saqlab qolib, faqat uni ta'mirlagan. Bizda Angren, Krasnogorsk shaharchalarimiz va chegaradagi qishloqlar, ular iqtisodiy jihatdan o'sha haligi nima konchilar shaharchasi hisoblanadi yerda. O'zi Angrenda o'sha Ohangaron nimalar. Va bu hududda yashab istiqomat qilayotgan odamlarning yashash joylarini buzmagan holda shundoq saqlab qolib, faqat uni ta'mirlab, lekin ekologik jihatdan yana uni yashillashtirib, xizmat ko'rsatish sifatini oshirsa, bu albatta turizmni yana o'sha boshqa o'sha tomonlarni ochib beradi. Oxirgi savolim agar mumkin bo'lsa, shu qishloq turizmi, siyosiy turizm, shu mintaqada ham juda ko'p ishlar borda bu sohada, regionallikda. Misol uchun sizni mana bu mavzuyingiz, tadqiqotingiz, masalan, shu sohaviy yo'nalishlardagi tadqiqotlardan qanday farqlanuvchi xususiyatlari bor? Siz nima ulardan ajralib farq qilgan holda olib chiqdingizda tadqiqot natijasida albatta bir qancha ilmiy ishlar o'rganib chiqildi, xususan Rossiyada, Rossiya Federatsiya Respublikasida o'rganilgan soha bo'yicha o'rganilgan olimlarimiz, hamkasb olimlar o'sha ishlarni ko'rganimizda albatta ularni ishlarida ko'proq ular xorij tajribasida Yangi Zelandiyani modelini yoki bo'lmasam Avstraliyani yoki bo'lmasam Belorussiya davlatini iqtisodchi olimlarida esa ko'proq Yevropa davlatlarining olimlari xorijlarga o'rganib, o'zliginikini uyg'unlashgan holda taklif etishdi. Bu narsa albatta o'rganishga arziydi, ya'ni ular ham o'z navbatida o'zidan bu sohada ancha yil ilgarilab ketgan, yetakchi bo'lgan davlatlarni natijalarini, ilmiy yutuqlarini o'rgangan holda, lekin o'zinikidan autentichность deyiladi, o'sha o'zligini, noyobligini saqlagan holda rivojlantirishni ilgari surishdi. Bizning ishimizda ham albatta shu narsaga yondashgan holda o'zimizni mahalliy sharoitimizni, aholini o'zini ilmiy xususiyatini inobatga oldik. Chunki Toshkent viloyati o'zini ilmiy xususiyatlari bilan ham ajralib turadi. Bu Parkent tumani o'ziga xos, Bo'stonliq tumani o'ziga xos, Angren, Ohangaron tumanlari, Zangiota tumani har bitta hudud o'ziga xos. Bitta hudud gastronomik nuqtai nazardan rivojlantirsak, bitta hududda agroturistik nuqtai nazardan rivojlantirsak
qishloq tumani esa ekologik nuqtai nazar. Ana shunaqa tomonlama yondashgan. Rahmat. Qoniqarlimi bormi? Rahmat. Yana savol beruvchilar bormi? Bo'lmasam Zoomdan savollar kelib tushyapti. Qisqaroq Qisqa lo'nda javob bersangiz, iltimos aniq ravon bo'lsa. Chunki umumiy gaplar bo'yicha, qilingan ishlar bo'yicha tushuncha bor. Prezident farmonlarda ham ko'rgansa, shuning uchun savolga konkret yondashing. Yana Zoomdagilardan savol kim bersangiz, iltimos. Zulfiya Javlatini savollarini Yozib olasizmi? 3 ta savol tushibdi. Maktab uchun shu vaqtgacha ushbu mavzu bo'yicha kimlarning ishlari o'rganilgan, farqli jihatlari hamda boshqa mahalliy olimlarning ishlaridan kimlarning ishlarini o'rgandingiz. Keyingisi dissertatsiyaning nazariy, metodologik, amaliy yangiliklarni alohida konkret bir-biridan ajratib ko'rsatib bering. Nazariy, metodologik va Amaliy yangiliklarni. Hamda 3-chi savollari takliflarning soha uchun iqtisodiy samaradorligi hisoblanganmi? Ushbu hisob-kitoblarning natijasi qanday? 3 ta savol. Zoomda yana kelsa yetarsiz. Xohlagan savolingizdan boshlab javob berishsiz. Demak, birinchisi shu vaqtgacha o'rganilgan ishlar hamda ularning farqli jihatlari ham mahalliy olimlardan. Demak, shu paytgacha o'rganilgan ishlar albatta mahalliy va xorijiy olimlardan, avvalo xorijiy olimlardan boshlab o'tsak va MDH davlatlari, Rossiya va MDH davlatlari. Demak, xorijiy olimlardan fransuz sotsiolog va iqtisodchisi Monet, Vanda George, Mayer, Reydlar bularning ishlari batafsil ko'rib chiqilindi va o'ziga xos jihatlari boy aytib o'tganimdek, ular o'sha qishloq turizmini faqat qishloq joylarda dam olish va qishloq hududlardagi aholini kirib kelgan sayyohlarga xizmat ko'rsatish nuqtai nazaridan, shu bilan bir qatorda agrar turistik xizmatlarni kengaytirish nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgan. Mahalliy olimlarimizdan esa Yelmechslavni Bolshvani monografiyalari bor o'zlarida. Shu bilan bir qatorda Ostonov qishloq turizmini Samarqand misolida rivojlantirish tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarini yoritib berganlar. Ularning ham ishlarini batafsil ko'rib chiqdik va ularda o'z navbatida o'sha Ostonov ishlarida Samarqand misolida ko'rib chiqqanlarda Samarqand hududidagi qishloqlarni rivojlantirishda, Samarqand biz ham yaxshi bilamiz, agroturistik klasterlarga juda ham boy hudud hisoblanadi. Ular ko'proq shu agroturistik klasterlarni rivojlantirish nuqtai nazaridan ko'rib chiqqanlar ilmiy ishlarida. MDH davlatlarining ichida esa Pskov, Jaladian, Ivoshenko, Zdorov ishlarini ko'rib chiqqanmiz. Bular ham o'z navbatida qishloq turizmini, o'sha ekoturizm, etnomadaniy majmualarni rivojlantirish ziyon yetkazmagan holda albatta va qishloq oilasi tomonidan zarur uy-joy, shaxsiy tomorqasi negizida ham dehqonchilik xo'jaligi yuritish, ajratilgan yer uchastkasi tashkil qilingan mehmon uylarida sayyohlarni qabul qilish nuqtai nazaridan ta'rif berib, sohani rivojlanishiga o'zlari tavsiyalarini berganlar. Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolga o'tsam bo'ladimi? Ikkinchi savolim. Nazariy jihatdan, o'sha nazariy jihatdan nazariy ta'rif berdik biz o'zimiz tomonidan, ya'ni qishloq turizmi, qishloq joylarga maqsadli sayohatlarni tashkil etish bilan bog'liq faoliyat turi bo'lib, sayyohlarga kompleks turistik mahsulot shakllantirib taqdim etadi. Bunda hududni o'ziga xosligini asrab avaylagan holda yangi ish o'rinlari yaratish va daromad olish imkoniyatini oshirish va iqtisodiy foyda keltiradigan sayohat turi nuqtai nazaridan takomillashtiriladi. Metodologik nuqtai nazardan, ilmiy ishimiz metodologik nuqtai nazardan bir qancha metodlar bilan yoritilgan. Bunda o'sha statistik nuqtai nazardan, iqtisodiy modellash nuqtai nazaridan,
so'rovnoma o'tkazish va so'rovnoma natijalarini tahlil qilgan holda amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish. Nechun savolga javob berdi? Mana shu so'rovnoma o'tkazish, qiyosiy tahlil, SWOT tahlili ham dissertatsiya ishida nima qilganmiz va mana shu tahlil metodologik nuqtai nazardan tahlil qilinib ilmiy ishimizni yoritdik. Iqtisodiy va ekonometrik modellash asosida uni iqtisodiy samaradorligini ochib berishga harakat qildik. Endi amaliy nuqtai nazardan ishimizda amaliy ochib berish, ya'ni amaliy jihatlarni yoritib berishda ko'proq innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqib, uni hayotga tatbiq etish yuzasidan ishlab chiqildi. Bunda folklor etnografik guruh jamoalarini tur paketlarga integratsiya qilish nuqtai nazaridan birinchisi. Ikkinchidan, hududda joylashgan 3 ta o'lkashunoslik muzeylarida ularni rekonstruksiya qilib, infratuzilmasini yaxshilab, virtual muzey loyihasini ishlab chiqqan holda tur paketlarga integratsiya qilish nuqtai nazaridan amaliy o'zimizdan taklifimizni berdik. Shu bilan bir qatorda hududda har bitta hudud yil boshida rejalashtirish va shunga qarab turistik salohiyatni rivojlantirishga urg'u beradi. Lekin biz tadqiqotimiz jarayonida shu narsaga ko'rdikki, o'sha statistik iqtisodiy modellash asosida har bitta hudud yil boshida hududni nuqtai nazarini inobatga olgan holda rejalashtirish bermaydi va buni natijasida hudud bu narsani amalga oshirmaydigan. O'z navbatida bizni o'sha boshqaruvni rejalashtirishni, optimallashtirish, hududda salohiyatlardan kelib chiqib turib rejalashtirishni o'rtaga tashlagani ilmiy taklif sifatida berdik. Bu amaliy. Uchinchi savolga iqtisodiy samaradorligi. Iqtisodiy samaradorligi ekonometrik tahlillar asosida ishlab chiqildi. O'z navbatida ekonometrik modellashimizni shunday ochib beramiz. Qaysi metodni qo'lladinglar? Savol qanaqa edi? Qayta boring savolni. Iqtisodiy samaradorligi bo'yicha qanday shart qilindi? Hududda rivojlantirish. Tablica beruvdilar jadval. Ekonometrik modellashda o'sha x va y qilib, ya'ni uni x y qilib biz hudud Toshkent viloyatida o'sha turizm sohasida ko'rsatilgan xizmatlar hajmini y qilib oldik va unga ta'sir etuvchi omillarni yuqorida sanab o'tdim, x qilib oldik. Nechta omil ta'sirida hisob-kitob qildingiz? 7 ta ta'sir doirasida. Qaysi? 7 ta, ya'ni x1 ga xorijiy turistlar soni, biroz ketma-ketma. mahalliy turistlar, hududdagi obyektlar soni, turfirmalar, turizm sohasiga kiritilgan investitsiyalar, mehmonxonalar hamda qishloq turizmi xizmat ko'rsatuvchilar soni, ya'ni mehnat faoliyatini olib borayotganlar soni, mana shularning hammasini omillar qilib berdik. O'z navbatida Bo'stonliq tumanini investitsion salohiyatini ham ko'rib chiqdik. deb yozib bermadim, lekin ozgina pastroqqa tushasizmi? Yani unda o'sha ro'y ko'rsatkichlarni ham biz ko'rib chiqdik. Ro'y degani bu investitsiyani qaytara olish salohiyati va Bo'stonliq tumani investitsiyani qaytara olish salohiyatiga yaxshi nima deydi, tumanligini biz tadqiqotimiz jarayonida ko'rib chiqdik. Ular 1,5-2,5 barobargacha investitsiyani qaytara olish salohiyatiga ega ekanligini ko'rib, tadqiqot jarayonida nima deydi, bunga ishonch hosil qildik. Demak, hududga har qancha investitsiya bo'lsa, bunga bemalol o'sha bu hududga va o'zat boshqa hududlarimizga ham investitsiyani bemalol jalb qila olsa bo'lar ekan. Ro'y ko'rsatkichi bo'yicha. Savollar bo'lsa marhamat, yana bor. Protokol uchun beramiz endi. Yo'q, bering, Rahmat Nargiza. Demak, hozir dissertantimizning chiqishlarida Nargiza tomonidan tadqiqotni amalga oshirishda ancha ishlar qilinganligini guvohi bo'ldik. Menda quyidagi ikkita savol bor. Birinchi savolim, mana bizga yaxshi ma'lumki, Iyun-Botoni umuman turistik qishloqlarni start mavqeini berish bo'yicha uni o'zini mezonlari bor.
bizni o'zimizni respublikada ham mana so'nggi yillarda turizm ovuli, turizm qishloqlari mavqeini berish bo'yicha prezidentimizning maxsus farmonlari bor. Uni asosida ishlab chiqilgan farmonlar. Vazirlar Mahkamasi qarori. Yo'l xaritalari bor. Mana sizda o'shalardan farqli ravishda muallif sifatida turizm qishloqlarini mavqeini berish uchun mualliflik qanaqadir kriteriyalari, mezonlari ishlab chiqilganmi? Muallif sifatida farqli deyapman-da. Albatta mezonlari bo'yicha o'sha UNVTO'ni UNVTO darajasida o'sha mezonlariga o'tish bo'yicha mexanizm bor. Ashada shu ma'lumotlarni qo'yib berib keta olasizmi? Shuni mana shu jadvalga qo'yib bering. Lekin aynan muallifni o'zim tomonidan UN turistik tashkiloti o'sha mezonlari bilan O'zbekiston qonunchiligi nuqtai nazaridan, ya'ni o'sha Vazirlar Mahkamasi 433-sonli qarori asosida tasdiqlangan milliy me'yor huquqiy tizimimizni solishtirib qiyosiy o'rgandimda va bizning qishloqlarimiz qay darajada qaysi biriga mos kelish darajasini ishlab chiqdim. Bu o'z navbatida bizani kelgusida qishloqlarimizning xalqaro maydonga chiqishiga bir zinapoya vazifasini bajaradi, ya'ni ularni tahlil qilish jarayoni. Demak, mana shu narsani ishlab chiqdi va huquqiy nuqtai nazardan maqsad meros saqlab qolish, mahalliy jamoa, ya'ni hududdagi faoliyat o'sha mahalliy aholi bilan turistik xizmatlarning xilma-xilligi, barqaror ekologik boshqaruv nuqtai nazaridan. Masalan, bitta fragmentini o'sha bitta qismini aytib o'tishim, 433 qarorimizda kamida 20 ta oilada mehmon uyi bo'lishi asosiy haligi talab darajasida qo'yilgan bo'lsa, UNVTO'da esa mahalliy aholining turistik jarayonlarda faol ishtiroki, daromadni jamoaga qaytishi asosiy omil qilib, ya'ni nechta bo'lishda qat'iy nazar, mayli balki bundan kam ham bo'lsin, ko'p bo'lsin, asosiysi mahallaga o'sha hududga daromad keltirsa bo'ldi deb. Shu nuqtai nazardan qiyosiy ishlab chiqdik. Bu albatta bitta zinapoya vazifasini o'taydi. Mualliflik tomonidan shuni ishlab chiqdik. Rahmat. Meni savolim domlani boyagi savollarga biroz yaqinroq. Biz yaxshi bilamiz, mana bugungi kunda adashmasam statistik ma'lumotlarga ko'ra 17,5 milliondan ortiqroq domla 48,7% aholi qishloqlarda istiqomat qiladi. Bizani respublikada. Mana domla aytdilarki, o'sha qishloqlarni tanlab olishda ularning geografik joylashuv o'rni, chunki geografik joylashuv o'rni ularning xo'jalik hayotini belgilaydi. O'sha xo'jalik hayoti ularning turmush tarzini belgilaydi. Bizada xuddi shunday o'rganlar. Xorijdan kelayotgan sayyohlar aynan o'zini hayotidan farqli ravishda bo'lgan hayot tarzini ko'rishni xohlaydi-da. O'sha Turizm 33 da ham bu alohida qayd etiladiki, o'ziga xos bo'lgan xususiyatlar, masalan, bitta o'sha obyektingiz Toshkent viloyatining o'zida ham har bitta tanlab olingan. Endi domla so'radilar, qaysi mezonlar asosida tanlab oldingiz degan. Adashmasam shunaqa savol bo'ldi. O'sha qanaqa bir-birlaridan farqli jihatlarga ega. Masalan, Parkent tumani aytaylik Zangiotadan yoki u boshqa tumanlardan. Albatta har bitta hudud o'ziga xos farqli jihatlari bor. Zangiota tumanini ko'proq biz ziyorat turizmi bo'yicha rivojlantirsak, tarixiy madaniy nuqtai nazardan turistik kompleks nuqtai nazardan rivojlantirishni, sayyohlarni jalb qilishni maqsad qilib qo'ysak, Parkent tumani ham ekologik, ham agroturistik klasterlarni rivojlantirish nuqtai, o'z navbatida gastronomik turizm nuqtai nazardan rivojlantirish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Chunki bu bo'yicha yetarli darajada salohiyat bor va buni biz yana ham rivojlantirsak maqsadga muvofiq. O'z navbatida haligi shunaqa hududlarimiz bor, hali xalq omasi keng targ'ib qilinmagan. Bu o'sha boy aytib o'tganimdek, Ohangarondagi, Angrendagi hududlarimiz yoki Chinoz
tumanidagi tumanlarimizda turistik bor potensial, lekin bu hududda umuman investitsiya ajratilmaganligi, jozibadorligi yetishmaganligi nuqtai nazaridan hali oldinda qilinadigan ishlar bor. Bu hududlar ham o'ziga xos. Masalan, Chinoz tumanida baliq bo'yicha o'sha taomlarni pishirish, sotish va gastronomik turizm rivojlantirsa bo'ladi. Lekin hali o'sha aytib o'tganim ishlar qilinmagan. O'ziga xos nuqtai nazardan, ekologik turizm nuqtai nazaridan Bo'stonliq yetakchi. O'rganilgan hududda Bo'stonliq tumani yetakchi pozitsiya. Yana bitta savol bersam maylimi? Mana shu Toshkent viloyatida umuman turistik salohiyati hozir mana tadqiqotdan ko'ryapmiz-ku. Potensial bor. Ammo o'sha siz qishloq turizmini aytaylik, rivojlantirish uchun qanday to'siqlar mavjud? Ularni bartaraf etish yo'llari nimada deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda bartaraf etish yo'l infratuzilmasi. Birinchi o'rinda yo'l infratuzilmasi. Ikkinchi o'rinda hali hududda o'zi ichimlik suvi ham foydalanmaydigan hududlarimiz ham borligi aniqlandi. Elektr energiya ta'minoti uzilish holatlari tez uchrab turadigan hududlar aniqlandi. Tabiiy gaz, mana bu biz uchun balki oddiyda, shunaqa hududlarga tabiiy gaz hatto yetib bormagan hududlarimiz bor. Aynan shu muammolarni hal etish birinchi dolzarb masala bo'lib turibdi. Keyingi dolzarb masala hududda o'zini aholisini sayyohlarni qabul qilish darajasida ularni o'rgatish, xizmat ko'rsatishni rivojlantirish, ularga o'sha qisqa muddatli kurslarni tashkil qilgan holda. Va uchinchisi, shu hududda biz targ'ib qilishimiz kerak. Uni hatto o'zimizni aholimiz ham hatto bilmaydigan, yaxshi tanish bo'lmagan reklamani, marketingi, rebrending tizimini rivojlantirishimiz kerak. Marketing rivojlansagina sayyohlar kirib keladi. Marketing bo'lmasa, bu hudud haqida hatto shu hududda atrofida yashovchi Toshkent shahri aholisi ham bilmaydigan joylar bor. Rahmat. Manimcha savollar bormi? Yani Zoomdan kelib tushmoqdimi? Yo'q, Zoomdan yo'q. Men vakolatimdan foydalanib, menda ham 3 ta qiziqtiruvchi savollar bor. Ruxsat bersanglar, siz 3 tasini ketma-ket aytaman, yozib olsangiz. Birinchi savolim, endi nimani eshitdik? Turkiya, Avstriya, Fransiyani tanqid qilish jarayonlari keyingi ishlaringizga ahamiyat berib, aynan qaysi jihatlarni tavsiya, qaysi jihatlarini taqdim qilish kerak O'zbekistonni qishloq turizmini rivojlantirish uchun. O'shanga urg'u berib, ko'rsatib o'tishingiz kerak. Ko'rdim ishingizda bor, 42-betdan 48-betgacha ko'rsatgansiz. Juda ko'p xorijiy davlatlarini, lekin o'sha tavsiyaviy xarakterga ega jihatlarga to'xtalib o'tdik. Tavsiya esimda bor dedik. Ikkinchisi, birinchi savolim, mana shu qishloq turizmini rivojlantirish bo'yicha gapirdingiz. O'zi agroturizm bilan qishloq turizmining farqi alohida qisqa tushuntirib bering. Nima tomonlama farq qiladi? Chunki qishloq turizm bo'yicha ham hozir kunlarda juda ko'p xumorlar bo'lyapti. Aynan o'sha qishloq turizmi, masalan, Ipak yo'li Samarqandda bitta, adashmasam bitta, Farg'onada bitta chiqdi. Undan oldin Jo'ray va Nargiza qilgan bizada 3 tani bilaman aniq qishloq turizmi bo'yicha rivojlantirish bo'yicha ozgina siz tashkil iqtisodiy mexanizmdan ko'rib, boshqa jihatlarni ko'rgan, farqli jihat shunday. O'sha birinchi savol bo'lsin. Ikkinchi savol, avtoriferatizm 25-betdagi ekonomik tahlilingizni aytamiz. O'sha jadvalda ham beryapsiz. Mana shu savol tug'ilmasligi uchun keyin slaydingizda chiqarib tashlang, maslahatim. Chunki mana siz shuni ochingiz, jadval bergan, katta jadval chiqib nechinchi yildan qo'yyapsiz prognozni? 12-yilni olyapti включительно, 25 siz prognozingizda turibdi. 25 tugatyapti, 24ni yakuniy qilib olasiz. Siz himoyaga chiqdingiz, 25 kiradi. Mana unga qarshi emasman, lekin 30-yilgacha beryapsiz prognozni. 30-yilgacha berganda 5 yillikni olasiz. Har 3 yildan orqaga qaytishingiz kerak yillarga tahlil qilishingiz uchun. Kamlik qiladi. Siz necha yilni olasiz? 8 yilmi, 12dan 25gacha necha yilni? 15 yilni qamrab olish kerak. Ish to'g'ri bo'lish uchun. Keyin bosqichiga o'tamiz. Siz
siz ahamiyat berishingizni so'rayman. Bu tavsiya shunda yana Yozish savol. Ham tavsiya ham savol to'g'irlashingiz uchun-da bu yo'llanma, chunki keyingi himoyagacha yaxshi bo'ladi. Endi har biriga chindan qo'shib ketaveradi. Конечно, 10-yildan olishingiz kerak. Agar 30 ni bersangiz, bo'lmasa 28 gacha bering, qutulasiz qo'yasiz. Juda chiroyli tahlil bo'ladi. 29 gacha bering, yetarli bo'ladi. Nima qilasiz 30 gacha olib o'zingizlarni qiynab. Keyin omillar, 7 ta omilni olasiz. 7 ta omilni olganingizda aynan qaysi ekonometrik tahlil asosida hisob-kitob qildingiz deb bejizga so'ramadi. O'sha omillar bittasi tar, bittasi so'mdan, har xil единица измерения beryapmiz. Shunaqa har xil единица измерения hisob-kitob qilib bo'ladimi? O'shaning uchun qaysi metodni qo'lladingiz degan savol beraman. Ular ham berdilar. Korreляtsiya, regressiya, logaritm. Mana shunisini o'zi yaxshi hisob-kitoblaringizga qo'yishni aytaman. Mana qarang, o'zingiz mana 1000 nafar deb beryapsiz. Soni deb beryapsiz. Keyingisi nima bo'lyapti? Birlikni so'mda beryapsiz, milliondan. 1000 kishidan savol. Mana shu qaysi nima bo'yicha ekonometrik tahlilni natijasini samara tarafini so'ragandim. Bu anillarni tavsiyaga deb yozing. Bunisini mana shuni har xil izmeriya bo'lganda qaysi aynan qo'llanildi deb so'radimda. Keyingi savol, men просто keyingisida charxlashdi, o'zingizni bilaman, tajribasi bor, salohiyati zo'r, tadqiqotchimiz. Mani e'tirozim yo'q. O'zim shuning uchun uchib keldim, hamma ishlarni almashtirib o'tish kerak degan. Xudo xolasa norma bo'ldi deb qo'llash, chiroyli natija berish maqsadida. Mana shu narsaga ahamiyat bersangiz, uchinchi savolim qolib ketmasin, o'zi to'rtta bo'lib ketdi. Mana turistik xizmatlarni diversifikatsiya kengaytirishni beramiz, to'g'ri. Lekin ekonomistlar atamasi. Lekin mana shu yerda hamma jumlangizni ishlatsangiz, diversifikatsiya qilish qishloqlarni Toshkent viloyatida, Toshkent viloyati juda ham katta-da. 2017-yilda strategik rivojlanish o'sha tahlil bo'yicha viloyatlarni bo'lib berganda bizning universitetga. O'shanda menga aynan Toshkent viloyati tushgan. 2017-yilda. O'shanda butun Toshkent viloyatidagi turistik obyektlarni o'rganganman bor. O'zimizni majburiy borasizlar degan topshiriq bo'lgan. O'rganmagan obyektlar bo'yicha taqdimot berganmiz. O'shanda bir qancha viloyatlar, o'sha qishloqlarni, o'sha Parkent tuvasiz, Bo'ston tuvasiz hamma joyni ko'rdim. Turistik firmalar juda kam. Obyektlarimiz ko'p, qadamchi joylarimiz ko'p. Operatorlar yo'q faoliyatda. Hozir siz aytayotgan mehmon uylari yo'q. Kichkina yaqinda bitta ayolni ham ko'rsatdi, birinchilar qatorida ochgan. Siz chunki bu yerda ham bor ishingizda mehmon uylari, kichkinagina butik mehmonxonalar haqida to'xtalibsizda ishingizda. O'shancha savol sifatida beraman. Qanaqa siz aynan ishingizda nimani diversifikatsiya qilishni berdingiz? Qaysi rayonda xizmat? Qaysi xizmat turini mana shu narsani taqdim qilsa, turistlar soni bitta. Siz chunki bandlik darajasi oshadi, daromadi oshadi, siz joylashish kengayadi. Qaysi xizmatni ko'paytirsak, o'shanaqa natijaga ega bo'lamiz. Tavsiyaga kerak. Tavsiyalarni albatta yaxshilash maqsadida yana ko'rib chiqasiz. Demak, qishloq va agrar turizm xavfli jihatlarini, demak, agrar turizm bu hududdagi agro mahsulotlarni ishlab chiqarish va turistlarni shu ishlab chiqish jarayoniga jalb qilish. Bu agroturizmni rivojlantirish, agroturizm bu. Ya'ni bu hududda qishloq mahsulotlarini ishlab chiqarish, yetishtirish, uni ayni shu turistlarni jalb qilish, ishtirokini ta'minlash va shu yo'lda ularni qiziqishlarini inobatga olish. Mana bu agroturizm. Qishloq turizmini qamrovi nisbatan kengroq, bu o'sha hududdagi ham agroturizm, ham ekoturizm, ham etnografik turizm, hamma turizmlarni qamrab olgan holda hududni rivojlantirish. Buni ancha qamrovi keng. Bu yerda ham ekologik nuqtai nazardan biz bu yerda ham ekologik nuqtai nazardan ham, etnografik nuqtai nazardan ham, agrar nuqtai nazardan ham hududni biz rivojlantirishimiz kerak.
qishloq aholisini bandligini oshirish, daromadini kengaytirish, samaradorligini oshirish, iqtisodiy potensialni ko'tarish. O'sha mana shu qishloqqa imkoniyati nimaga tortyapti? Ekologik nuqtai nazardan ko'proq jozibadormi? Etnografik nuqtai nazardan jozibadorligi bormi? Aholini hunarmandchiligi ishlab chiqarish yuqori darajadami? Ana shu inobatga olinadi. Ikkinchi savolingiz, ya'ni diversifikatsiyaga o'sha xizmatlarni kengaytirish. xizmatlarni kengaytirishda bizni bir qanchasi aytdik, lekin siz aytganingiz bittasini aytdingiz. Hududda mehmon uylar, mehmonxonalar sonini ko'paytirishimiz kerak. O'zini taksasiga berib qo'ydim. Yo'q, bu bor narsa. Shuni Ishida bor edi, shunga to'xtalib o'ylab qo'yaman. mana shuni bosingiz. Shart emas ko'rsatish. Siz ma'lum bo'ling. Mayli, mehmon uyi bittasi. Joylashtirish vositalarini tashkil etish bo'yicha belgilangan rejadan ortda qolayotgan tumanlar bor. Men shuni ishlab chiqdim-da, men o'tgan mana Toshkent viloyatida. Mana o'shanda mana Angrenga masalan rejada 10 ta beryapti, lekin ular 70% bor. Bo'stonliqqa masalan yilni boshida o'sha 2024-yilda masalan 30 ta berildi, 20 tasi qurib bitkazildi, topshirildi. Lekin Bo'stonliq tumanida talab juda yuqori. Shuning uchun biz qaynab turgan o'sha turistlar oqimi yuqori bo'lib turgan tumanlarni oldik. Shunda ham joylashtirish vositalari yil yakuniga ko'ra bajarildi. Bu esa o'z navbatida mana shu diversifikatsiyani hech bo'lmasa shu bittasini rivojlantirsak, shuni amalda rejalashtirib bo'lsa bajarsak ham ancha nima deydi, rivojlanish yuzaga keladi. Samaradorlik kuchayadi. Yetarli, rahmat. Seminar a'zolari, yetarlimi savollar? Qo'shimcha yo'qmi? Menimcha yetarli bo'ldi, chunki 13 ta savol bo'ldi. Qiziqarli mavzu bo'lgani uchun savollar mavjud. Hurmatli seminar ishtirokchilari, demak, ilmiy rahbar xulosasi berilgan, to'g'rimi? O'zi Zoomdan ishtirok etyaptim desam, poyezdkada bo'lganlar uchun Zoomda ham ishtirok etolmayaptilar shekilli. Sirojiddin Halimovni rahbarlari ijobiy xulosa berilgan. Bo'lmasam seminarimizni davom ettiramiz. Ruxsatlaringiz bilan muhokama qismi tugadi. Birinchi rasmiy opponentimiz Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, iqtisodiyot fanlari doktori Yarasheva Vasila Kamalovnaga beramiz. Marhamat. Siz o'tirib turishingiz mumkin. Assalomu alaykum, yana bir bor. Hurmatli a'zolar, rais, Zoomda qatnashuvchilar. Arzamon Nargiz G'afurovaning qishloq turizmi rivojlantirishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish Toshkent viloyati misolida mavzusidagi dissertatsiyasini o'rganib chiqdim va o'z fikrimni o'tib etmoqchiman. Ruxsat bersanglar, ruscha gapiraman, keyin o'zbekcha o'rgatdim sizga. harakat qilib qo'yaman. Я гапировать на-русском. Если как вам удобно, если понимаете, то есть можно, как вам удобно. Римана. Да. Ну, тема выбрана очень актуальная. По сельскому туризму работ не так много. И вообще само понятие сельский туризм начало развиваться не так давно. Потому что, вот как отметили уже, у нас население сельского было много, и вообще республика была аграрная. А сельский туризм когда начал развиваться, когда у городского населения возникла потребность быть ближе к земле, к природе, да, и они стали тянуться к природе, потому что они уже отдалились, у них вот индустриализация, городской темп жизни, вот это вот все им стало надоедать, и поэтому возникла такая потребность. Вот. Автор дала свою авторскую трактовку понятию сельский туризм. Немного она отличается от зарубежных, да, понятий. Ну, за рубежом больше внимания уделяется как бы именно поселению в домах, да, туристы именно живут в домах, в гестхаусах и не только с самим сельским хозяйством знакомятся, а именно с сельской жизнью, да. У вас и уделяется внимание и инфраструктуре, и гостиничному хозяйству, вот, и, ну, больше как бы я порекомендовала бы уделить внимание и механизму расширения и внедрения именно гестхаусов, так как в них проживать с туристом было бы более привлекательно, да, чем поехать куда-то в сельскую местность и жить в гостинице. Вот.
В Узбекистане лучше, ну вот это Best Tourism Village, была присуждена премия деревня Сентоп Новоильской области, да, в 2023 году. И мы сами, кстати, присутствовали тогда, когда вот Елена Вячеславовна, да, проводила там в Самарканде вот эта ассамблея ООН, да, и там была вручена эта премия, было всем очень приятно, как бы это гордость за Узбекистан. Вот. Сама эта премия стала вручаться не так давно, только в 2021 году было, да, это начало положено. И программа направлена на доведение до сведения туристов о том, что существуют такие деревни, да, для того, чтобы более как бы их продвигать и поддерживать, и сотрудничество и обмен опытом между различными такими деревнями. Да. Поэтому то, что присуждено узбекской деревне вот такая номинация, это очень как бы приятно и очень это эффективно для развития этой деревни. Вот. Ну, диссертантам было проанализировано большое количество научных работ и критерии вот эти вот присуждения звания, да, Узбекистан, Tourism Village. Вот. И на основе этих критериев были выдвинуты, разработаны поэтапная система адаптации наших механизмов туристических деревень Узбекистана к программе Best Tourism Village. И вот эти вот этапы, 7 этапов, они проработаны очень так грамотно, даны рекомендации, как быстрее и лучше внедрить эту систему в туризм Узбекистана. А также хочется отметить вот опыт семейной винодельни Узунфербер. Слышали, да, наверное, про такую эту винодельню? И они там внедрили не только как бы один вид туризма, они сделали целую систему фестивалей, да, то есть каждое как бы сельскохозяйственное событие они превратили в какое-то представление, да, вот когда они собирают урожай, они делают широкую рекламу, привлекают гостей, те участвуют в сборе винограда. Это тоже вот как один из развлечений. Потом, когда они делают вино, опять они привлекают, делают широкую рекламу, привлекают гостей, делают вино. Сами экскурсии проводят по вот этой винодельне. Потом в любые праздники они тоже приглашают, устраивают какие-то вечеринки. И у них также есть и гостиница, и бассейны. В общем, они объединили несколько видов туризма в одной вот этой вот деревне небольшой, да. И я думаю, что другим деревням или там даже просто туристическим комплексам можно внедрить этот опыт. То, что докторантам было проведено опрос, это также очень как бы добавляет привлекательность. Вообще мне очень нравятся работы, где проводится опрос населения. Вот, опрос проводился по 4 тоже критериям: привлекательность сельского туризма в Ташкентской области, потенциал гастрономического туризма, инфраструктура сельского туризма и состояние сферы услуг. И по результатам опроса оценки были поставлены, большинство оценок 4-5, да, по пятибалльной системе. Вот. И также докторантам было сделан анализ по длительности нахождения туристов. Вообще это и доказано и статистикой тоже Госкомстата, да, что средняя продолжительность длительности туристов в Узбекистане очень небольшая, не превышает 3 дней. Я это и до этого тоже читала, вот, и как бы задача всех и министерств, Государственного комитета по туризму, и нашего института, и всех исследователей, и турфирм, задача увеличить эту, да, продолжительность, и как бы ваши рекомендации должны этому тоже способствовать, потому что чем больше продолжительность нахождения туристов, тем больше они, соответственно, отставят доход, принесут доход в нашу республику, да, и тем больше будет, получается, вклад в ВВП. Вот также очень неплохой рисунок, который у вас в рисунок 5 в автореферате, по организационно-экономическим механизмам. То есть диссертант отдельно расписал, какие организационные механизмы, какие экономические механизмы и какими действиями их можно соединить и усовершенствовать систему сельского туризма.
Вот. Теперь перейдем к недостаткам, не буду затягивать. Да. Как и многие большие работы научные, эта работа также не лишена недостатков. Я отмечу несколько. Dissertatsiyaning kirish qismida tadqiqot natijalari amaliyotga joriy etish to'g'risida ma'lumot yo'q. Menga dissertatsiyani bergan payti yo'q edi, lekin hozir aytdilar. Ular kechira olishdi. Hamma bu yerda ham ko'rdim. Joriy etilgan amaliyoti bor. Dissertatsiyaning 23-beti tadqiqotchi tashkiliy iqtisodiy mexanizm bu qishloq turizmini rivojlantirish jarayonida belgilangan maqsadlarga erishishning aniq usullari va yo'llarini belgilovchi tizimdir deb ta'riflaganlar. Lekin bu ta'rifga ozgina o'zgarishlar kiritish kerak, keyinroq berish kerak bu ta'rifni. Keyin juda ham yaxshi model ko'rsatdi, statistik model Boxplot degan. Bu yerda 2024-yilda mahalliy sayyohlarga tashrif buyurish bo'yicha rejalashtirilgan va haqiqatda erishilgan natijalarni solishtirish imkonini beradi. Lekin mening fikrim bo'yicha ushbu model uchun ma'lumotlarni tanlash mantiqi ozgina to'liq tushuntirilmagan, shuni aniqlik kiritish kerak. И modelingizga ko'proq menda savol tug'ilgan, так же как у остальных членов. Ko'pfaktorli ekonometrik modelda R koeffitsient, R kvadrat determinatsiya koeffitsiyenti juda ham yuqori. 0,99. Обычно такой коэффициент сразу наводит на подозрение об мультиколлинеарности. Да, и хотя тест qilingan, тест VIF тест qilgansiz, lekin baribir o'sha 7 ta faktor bergansiz. Faktorlarni ko'rib chiqdim. 2 ta faktorda p value degan koeffitsiyenti balandroq chiqdi normadan. O'shani hisobiga balkim sizda avtokorrelyatsiya chiqqan. O'shani boshqatdan ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Hamda avtoreferatga model nomini qo'shmagansiz. Model nomini обязательно qo'shish kerak. Да, Kobo Douglas modelimi yoki Arima yoki bu fixed bor modellari. Hamda bundan tashqari 2 ta koeffitsiyentning qiymati bo'ldi, bularni aytdim. Shu, lekin ko'rsatilgan kamchiliklar ahamiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi va keyingi tadqiqotlarda hisobga olinishi mumkin. Yuqorida bayon qilingan fikrlarga asosan tadqiqotchi Agzam va Nargiza Gapurinaning tomonidan qishloq turizmini rivojlantirishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish mavzudagi tayyorlangan dissertatsiyani ishi yakunlangan va belgilangan maqsadga erishilgan. Shuning uchun tavsiya qilaman keyingi bosqichlarga. Rahmat. So'z dissertantimiz Agzam va Nargiza Gapurinaning rasmiy retsenziyasi Vasila Kamalova tomonidan bildirilgan kamchilik bo'yicha o'z fikr mulohazalaringizni bersangiz. Rahmat Vasila Kamalova, vaqt ajratib o'qib chiqib o'zingiz ilmiy tavsiyalaringizni aytib o'tganingiz uchun qayd etib, albatta topshirganimda sizga taqdim etganimda joriylanish bo'yicha hali xato olishga ulgurmagandik, shuning uchun mana hozir oldik. Ekonometrik modellarimiz va Boxplot nimalarimizga keladigan bo'lsak, albatta bu narsani qaytadan ko'rib chiqib, uni tavsifini yana ham bayon etib, kengroq bayon etib, kelgusi bosqichgacha to'g'rilab qo'yamiz. Qaytadan taklif etib, rahmat. Endi so'z ikkinchi rasmiy opponentimiz professor, iqtisodiyot fanlari doktori Narschayev Asadulla Narbotayevichga. Ular Zoomda ishtirok etyaptilarmi? Agar etolmayotgan bo'lsalar, iltimos qilamiz, faqat kamchilikga to'xtalsangiz. Rahmat. Ishni dolzarbligiga to'xtalib o'tganlar va siz aytganidek kamchiligiga yuqorida keltirilgan ijobiy holatlar bilan bir qatorda dissertatsiyada e'tibordan chetda qolgan holatlar mavjud. Jumladan, dissertatsiyaning 27-33 betlarida O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishning tashkiliy huquqiy asoslari bo'yicha olib borilgan izlanishlarida muallif me'yoriy huquqiy hujjatlarda keng to'xtalib o'tilgan bo'lib, uning amaliy jihatlariga ham e'tiborni qaratish lozim edi.
dissertatsiyaning 132-145 betlarida Toshkent viloyati hududida qishloq turizmi ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish bo'yicha ma'lumotlarda ko'rsatilgan xizmatlar hajmiga ta'sir etuvchi omillar bo'yicha hisoblangan tavsifiy statistika natijalari yetarlicha asoslanmagan. Dissertatsiyaning 158 betlarida qishloq turizmi ko'rsatkichlarini baholash orqali o'rta muddatli istiqbol uchun prognozlari ishlab chiqilgan bo'lib, unda Toshkent viloyatida qishloq turizmi ko'rsatkichlarini 2025-2030 yillarda prognoz qiymatlari keltirilgan. 2012-2024 yillardagi ma'lumotlari asosida prognoz, ya'ni 2025-2030 yillarda o'sish ko'rsatib o'tilgan bo'lib, vaholanki 2019-2020 yillarda pandemiya sababli ko'rsatkichlarning ta'siri yetarli hisobga olinmagan. Dissertatsiya ishida bir qator ortografik va stilistik xatoliklar mavjud. Kamchiliklarni keltirganlar. Yuqorida keltirilgan kamchiliklar dissertatsiya ishining umumiy mazmuniga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Dissertatsiyaning mazmuni mantiqan to'g'ri, uzviy bog'langan, muammolar to'g'ri qo'yilgan va ularning yechimlari topishga erishilgan. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda tadqiqotchi tomonidan bajarilgan ish tugallangan deb baholash mumkin. Xulosa qilib olganda, tadqiqotchi Agzava Nargiza Gapurnaning yuqorida keltirilgan mavzu bo'yicha iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi mantiqiy tugallangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAV tomonidan qo'yilgan talablarga javob beradi va uning keyingi bosqichlarida himoyaga tavsiya etaman deb ustoz o'z taqrizlarini yuborganlar. Rahmat. Hurmatli tadqiqotchi Asadulla Nurbo'tayevich bildirgan fikr va mulohaza va kamchiliklarga o'z munosabatingizni bildirsangiz. Rahmat Asadulla Nurbo'tayevichga o'qib chiqqan vaqtlarini ayolning ilmiy taklif va tavsiyalarni berganlari uchun albatta keyingi bosqichgacha o'sha pandemiya davridagi ko'rsatkichlarni yana qaytadan ko'rib chiqamiz. Ekonometrik modelni yana ham mukammallashtirib, uni tavsifiy ahamiyatini shuni yoritish nuqtai nazaridan omillarni yana kengroq yoritib, kamchiliklarni bartaraf etamiz. Rahmat. Hurmatli seminar a'zolari, hurmatli Zoomda ishtirok etayotgan ustozlar, norasmiy, rasmiy opponentlar mulohazalarini eshitdik. Endi norasmiy litsenziylar, taqrizchilar bor bo'lsa, marhamat fikr bildirishlaringiz mumkin. Mana tadqiqotchimiz tanlagan mavzusi bugungi kunda taqrizchilarimiz tomonidan alohida qayd etildi, dolzarb mavzu. Nargiza bu borada ancha ishlarni amalga oshirganlar. Endi ko'proq doktorantura bo'limini boshlig'i sifatida Nargizani institutga stajyor tadqiqotchi, keyinchalik mustaqil izlanuvchi sifatidagi faoliyatiga alohida to'xtalmoqchi edim. Mana shu o'qish jarayonida, ilmiy faoliyati jarayonida Nargiza juda ham mas'uliyatli, bajarilgan institut tomonidan berilgan barcha vazifalarga qat'iyat bilan yondashadilar. Buni alohida ta'kidlashni xohlardim. Endi olib borilgan tadqiqotlari xususida aytadigan bo'lsam, haqiqatdan ham mana yuqorida bildirilgan fikrlarga asoslanib bu tadqiqotni bugungi kunda O'zbekistonda olib borilayotgan nima deydi, amalga oshirilayotgan tadqiqotlar ichida ahamiyati ancha yuqori. Nima sababdan? Chunki bizada deyarli bugungi kunda 38 milliondan oshiq bo'lgan aholining yarmi deyarli qishloqda istiqomat qiladi. Nima uchun biz qishloq turizmini rivojlantirmoqchimiz? Undan asosiy maqsad o'sha qishloq aholisining bandligini ta'minlash, daromadini oshirish, moddiy hayotini yaxshilash.
qishloq turizmini bag'ishlangan tadqiqotlarning yana muhim tomoni shundaki, bizada mana hozir o'zlari alohida ta'kidladilar, men o'zim etnograf bo'lganim uchun har bitta viloyatlarimizdagi qishloqlarning o'ziga xos xususiyatlari borda. Masalan, Toshkent viloyati biza bir alohida loyiha bo'lgan. Bu Toshkent viloyatini qishloqlarning turizm salohiyatini o'rganish bo'yicha bugungi kunga kelib biz o'rgangan, tadqiqot olib borgan, jumladan o'sha qishloqlar Nargizaning tadqiqot obyektlarini ichida ham turibdi-da. Nima deydi? O'ziga xos bo'lgan jihatlari, masalan, ayrim qishloqlarda hunarmandchilikning keskin, nima deydi, turli jihatlarning yo'qolib borayotganligi, bu juda achinarli holat. Agar o'sha qishloq turizmini rivojlantirsa, demak, yo'qolib borish darajasiga borayotgan milliy hunarmandchilik turlarini qayta tiklash mumkin. Bu ham o'sha qishloqqa tashrif buyurayotgan sayyohlarning nima deydi, qiziqishini orttirishi mumkin. Bu bitta jihati. Etnografik jihatni mana har bitta nimalarda ta'kidladilar, etnomadaniy xususiyatlari. Bizada mana shu Toshkent viloyatining o'zi ham har bitta qishloqlarning urf-odatlari bor-da. Bu chetdan kelayotgan sayyohlarga nihoyatda qiziq. Biz hatto Jahon bankining bir loyihasida ishlaganmiz. O'sha qishloqlarni o'rganish jarayonida ular hayron qolgan. Jahon bankidan kelgan ekspertlar nima uchun bitta viloyatda o'sha har bitta qishloqlar o'ziga xos, masalan, kelin salom marosimlari, mana aytyapsiz-ku, folklor ansambllarini chiqishlari, hatto kiyimlari ularni bir-biriga o'xshamaydi. Ko'rdingizmi, shuni o'zi ham qishloqlarimizni turistik potensiali qanchalik yuqoriligini ko'rsatib turibdi. Men o'ylaymanki, Nargiza bundan keyin bu tadqiqotni davom ettirib, kelgusida hamrohli dissertatsiyani taqdim etadi. Ishlarga muvaffaqiyat tilayman. Bizda ilmiy jihatdan o'sha qishloqlarimiz bor, bir necha millat, elat vakillari yashaydi-da. Ular o'sha bitta qishloqda istiqomat qilyapti va ularning o'zaro bir-biriga ta'siri bo'lsa ham, lekin o'zining milliy xususiyatlarini saqlab qolishga harakat qilishadi. Masalan, qozoq millatiga mansub, tojik millatiga mansub, mana Bo'stonliq haqida alohida gapirdilar. Ular o'sha kompakt yashaydigan hududlar ham bor. Ularda etnik xususiyatlar juda ham yaxshi saqlanib qolgan. O'zaro ta'sir bo'lsa ham baribir bor. Ularni hammasini ko'rsatib, o'sha yaxshi jihatlarini, xorijdan kelayotgan sayyohlarni sonini yana ham oshirish mumkin. Kelgusida mana doktorlik, fan doktori dissertatsiyalarini tayyorlash jarayonini men o'ylayman, albatta bunga harakat qiladilar. Yana ham ishning samaradorligini oshirib, Toshkent viloyati turizm salohiyatini ko'tarishga xizmat qiladi. Hozirgi ishlari ham ancha ko'p ishlar qilingan. Yana xohlovchilar bormi? Yetarli bo'lsa. Ikki og'iz mayli. Albatta, xursand bo'lamiz. O'tirib gapirib Domlamaydi. Qishloq joyda, qishloq turizmi, qishloq iqtisodiyotiga bog'liqda bu mavzu. Shuning uchun ham men o'ylayman juda ham aktual. Endi hatto prezidentimiz o'sha dastlabki faoliyatini boshlagan davrdayoq ilk o'sha farmonlaridan biri ham shu aynan turizm bilan bog'liq edi. Ko'proq o'sha qishloq joylar turizmi, ayniqsa chorva suvini bo'yicha alohida qabul qilingan edi. Shuning uchun ham o'ylaymanki, bu mavzu hech o'zini eskirmaydigan mavzulardan-da. Biz O'zbekiston uchun, ya'ni ko'proq agrar xususiyatga ega bo'lgan davlat uchun shu ma'noda albatta mavzuyingiz, bu olib borgan tadqiqotingiz juda ham aktual, yaxshi, kerak. Albatta. Endi men o'ylaymanki, o'sha har bir mavzuda o'ziga yarasha o'zini fundamental talablari borda. Endi qaysidir mavzuda albatta mana bu 1, 2, 3 ko'rilishi kerak bo'lgan mavzular, masalalar bo'ladi. O'ylayman
o'shani miqdoriy jihatlarini ham mustahkamlashtirib, savollar ham bekorga bo'lmadi, hali samaradorlikka domla ham ko'p savol berdi. O'sha iqtisodiy samaradorligini ko'proq so'zlar bilan emas, balki o'sha miqdoriy o'lchovlar bilan aniqlashtirib, tiniqlashtirib bersangiz yana ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Albatta bunday tadqiqotlar eskirmaydi. Endi yana ba'zi jihatlariga hozir avtoritetni ko'rib chiqib o'yladim. Endi balki mumkin gapirish, chunki hali zashdagi ozgina bor, muhokama deb bekorga aytmaymiz. Endi avtoritetda hali menimcha nima ham aytib o'tdilar, ikkinchi tahlilchimikin o'sha sal ba'zi bir stilistik ortografiya masalalar ko'zga tashlanyapti. Keyin o'zingizda ham, nutqingizda ham ba'zi bir jihatlar bor ekan. Chunki ma'muriy hududiy tuzilmani sal tiniqlashtirib olishimiz kerak. O'sha Chirchiq tumani deb ketyapmiz, Angren tumani deb ketyapmiz. Vaholanki Chirchiq emas, bu Bo'stonliq. Vaholanki Angren tumani yo'q. Ohangaron misol uchun. Keyin diversifikatsiya, endi diversifikatsiyani ko'proq kengaytirish deb nima qilyapmiz? Farmonlarda ham ko'rsangiz, u ko'proq turlantirish bo'ladi. Iloji bo'lsa, hali aytyapmiz-ku, Saboqat aka ham bekorga aytmadi, bu viloyat juda o'ziga xos bir xalqlar laboratoriyasi deb vodiydan keyin desak ham bo'ladi. Bu yerda juda ko'p xalqlar bor, hatto turkman qishloqlari ham bor. Shuning uchun tabiat o'ziga xos. Men bekorga savol bermadim, o'sha qishloq joylarda xususiyati e'tiborga olinganmi deb. Tog' bor, tog'oldi bor, tekislik bor, hatto cho'llar bor. Mana o'sak urbanizirованность, ya'ni Toshkent shahri bor. Tipичni, masalan, Chirchiq, Angren, Ohangaron, Olmaliqlarda sanoat shaharlari bor. Bularning xususiyatlari e'tiborga olinishi menimcha kerak. Sababi siz mavzuyga o'zida Toshkent viloyati misolida deb qo'yapsiz. Demak, bu jihatlarni e'tiborga olish kerak. Keyin kirishni bosh qismida o'sha sal jumlada ozgina bitta harfni olib tashlash kerak. Jahonda globallashuv sharoitida turizm iqtisodiyotining eng tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan tarmoqlari biri bo'ldi. O'zbek o'sha iqtisodiyotining deganda T'dan keyin i'ni olib tashlang, joyiga kelib qoladi. Bo'lmasa chiqmadi-da, yog'iga qarab. Avtoritetda 5-rasmni agar e'tibor bergan bo'lsangiz, avtoritetni o'sha tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarni tartibga solish. So'z kirib ketib qoldi. Tepada mexanizmlari so'zi menimcha bo'lishi kerak edi. Mana jadvali joylashtirilgan texnik. Tepada nuqtalar yozib turibdi. Keyin agar ko'rsangiz, avtoritetda ikkinchi jadvalda nimasini ko'rsangiz, shapkasini ko'rsangiz, bu yerda sal o'shani shapkani o'zini 2024-yili 2017-yilga nisbatan foizda deb qo'ying. Olam Guliston menimcha. Keyin siz endi dissertatsiyada o'zingizni avtorskiy nimangizni bergansiz, определениеңizda qishloq turizmiga. Bu sohada juda ham ko'p, nima deydi, определениyalar, ya'ni ta'riflar ko'p. Men o'ylaymanki, o'sha ta'rifingiz yomon emas, lekin u sal cho'zilib ketib qoldi deydi. Iloji bo'lsa, uni iloji boricha lakonично qilib, cho'tki, yasni qilib berganingiz ma'qul. Umuman olganda tadqiqot juda ham dolzarb, ayniqsa bizdaqa, O'zbekistondaqa ko'proq hayoti, iqtisodiyotimiz ko'proq agrar xususiyatga bo'lgan davlat uchun bunaqa tadqiqotlar muhim. Endi asosiy maqsadingiz o'sha qishloq joylarini ko'tarish, qishloq hayoti, qishloq aholisining turmush darajasini oshirishga xizmat qiladigan bu nimada o'ziga xos bir tadqiqot. Shuning uchun ham bundan buyog'iga ham shu sizga muvaffaqiyat, ilmiy rahbarga rahmat, shuncha ishlar qilibsizlar. Taxtachiligiga ham rahmat, yerimni ko'rib chiqishyapti. Muvaffaqiyat yo'qiga. Rahmat, mana Qodir Ismatullaevich. Norasmiy opponentlarga Saboq To'panova va Nazarov mulohazalarini bildirsangiz. Rahmat, yuqoriga albatta fikrlarni inobatga olaman. Bu fikrlar albatta ilmiy nuqtai nazardan ham, amaliy nuqtai nazardan juda ham ishimizni ahamiyatini oshiradi. Keyingi bosqichgacha uni yana sarqallashiga albatta o'zini nimasini beradi, mevasini beradi.
inobatga olib keyingi bosqichgacha to'g'irlab olib chiqamiz. Rahmat. Rahmat. Demak, seminarni davom ettiramiz. Mana hamma fikr, mulohazalar, chiqishlarini eshitdik. Tadqiqotchimizni endi seminarni davom ettirib, asosida ilmiy seminarimizni davom ettiramiz. Ko'rsatilgan tartib tamoyillari bajarildi. Endi siz mana ovozga qo'yib olsak, albatta, undan keyin bizni belgilab olishimiz kerak bo'lgan korxona keyingi bosqichdagi agar ovozga qo'yib ma'qul deb keyingi bosqichga o'tkazamiz desak, abonentlarni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Avval ovozga qo'yamiz, Zoomdagilar yozadimi yoki marhamat ovoz berishinglar mumkin. Zoomda ishtirok etayotganlar ham manimcha eshitamiz va tashkilotni va rasmiy abonentlarni belgilab olsak. Bormi? Qaysi korxonalar bo'yicha edi? Yetuni hozirgi yozib ketiraman, mayli. Samimiy bor edi, Ipak yo'li bor edi. Ipak yo'li. Islomshunoslik bor. Bormi? Bor. Sharqshunoslik bormi? Samimiy bor edi, to'g'rimi? Samimiy bor. Keyin Buxoro davlat universiteti nima bor. ko'p? 5 tami? O'zi 5 ta. Islom akademiyasi bor. Keyin anaqa bor. Vostochka sharqshunoslik. Bo'lmasam sizlar nima deysizlar? Ipak yo'li, Ipak yo'li bo'lsa, Ipak yo'li Samarqand qiynalmaysizmi? Ma'qulmi? Ipak yo'lini tashkilot sifatida tasdiqlasak, siz yozib boring. Abonentlar sifatida kimlarni tavsiya qilamiz? Birinchi rasmiy abonent ichki anaqadan bo'lishi kerak, ilmiy kengash a'zolari. Kimlarni? Mana taklif qilasizlarmi? Ma'qulmi? Tashqaridanchi? Endi turizm bo'lgan uchun rahbar telefon ko'rsatmadi yo'lda. Ikkinchisini agar ruxsat bersanglar, mani taklifim bor. O'sha odamni qo'ysak, Xorazmdan qo'ysak, Samarqanddan qo'ya olmaymiz. Xohlasangiz Toshkent ichidan olishingiz mumkin, oson bo'lish uchun. Narxozdan iqtisodiyot universitetidan qo'ya olmaymiz, chunki taqdimotchisi Tokesda o'sha yerda turizm kafedrasidan ichkarida mana Vasiliy Kamolni bo'lganda nima deysizlar, Xorazmda Bekmurod degan yigit bor, shu paytda zashta qilgan shu esimda. Mumkin emas. Talabi bo'yicha. Nizom bo'yicha. Bekmurod Davlatmurodovich, Alloh Nazarov, agar ma'qul desangiz, bo'lmasam fikringlar bo'lsa aytinglar, menga farqi yo'q. 17 shifr bilan bo'lishi kerak. 17 bo'lishi kerak. 17 bo'lishi kerak yoki 05 bo'lishi kerak xizmatlar. Juda shunga qarab javob. Bu abonentga qaraydi. Tokesda unchalik qaramasa ham, chunki kengashishdan olmaydi. Tashqaridan, lekin men bu mo'jizam bilan vaqtda mana shu shifrga tushish kerak 17 ga yo 05 ga xizmatlarga. Urganch Ranch texnologiya universiteti iqtisodiyot kafedrasi mudiri dotsent ekan. Ma'qulmi yo boshqa kimni aytsanglar, menga farqi yo'q. Bunda bormi tanishlaring? Rahbar o'zlarida fikr bo'lmaganmi? Yo'q. Bormi? Bo'lganmi? Bor bo'lsa, ular Samarqanddan Bahodir Shahriyarovichni aytuvdilar. Ular Ipak yo'lida ham ishlagan. Hozir Zernetda direktor, chasmay o'zida ma'qul emasmi deb o'ylayman. Mana shu ikki variant. Ular Samarqand Ipak yo'lini olsak-da, yana Samarqand abonent bo'lib qolmish. O'shanga har xil bo'lsa, bularga e'tiroz bo'lmaydi deb himoyadan. Sizda bormi tanishlar? Farg'onadan, Qo'qondan, Namangan farqi yo'q. Taklifim bor, o'sha 17 shifr bo'yicha hamma o'sha doktor federal ro'yxat qilib olish kerak, o'shani osonroq. Mana izlaganda hozir kiyguncha ishonasizmi? Hamma zashta qilganlarni man iqtisodiyot universitetida juda 12 ta odam chiqdi hozir. Hozir taqdisi bor, men qo'ya olmayman. Vostochkadan chorakda bo'lishi mumkin, 05 bilan uzoq yillar oldin chiqqan, xohlasanglar. Mana bu nazarimda
chorak endi uzoq yildan oldin chiqqan edi. Familiyasini eslolmayapman. Husanov chorakka turizm kafedrasi hozir alohida bo'lib chiqqan. Kafedra mudiri qo'yishimiz mumkin, lekin 05 shifr shunisi kerak menga. Menga shu kerak. Men buni aytishni bilaman, chunki buni bilganimda oldin maktabda himoya qilganman. Bu odam hozir doktorskiy qilyapti, menga tavsiya qilyapti. Umuman bizga begona, boshqa regionda bittasi Samarqandda, bittasi Xorazmda va bittasi kengash ichidan bo'lyapti. Agar ma'qul ko'rsa, shu narsa qilmaydi, kelib ketaveradi taklif qilinsa. Yo'q, chorakka yomon shularniki. Hozir mana men qarayapman, chunki ularni yangi tartibga kiritdik. Ha, yangi tartibda bormi? Endi kiritdik. Bo'ldi, mana shunaqa oldingiz. Hozir yangi tartibda bor, tasdiqlanib keldimi? Yo'q, hali endi. Kelmadimi? 10-largacha olamiz. Mana shu odam qo'ydim. Chiroyliroq chiqadi, hammasi har yoqdan bo'ladi. Marhamat, unda so'z Yuqoridagilarga asosan 18.00-17 turizm va mehmonxona faoliyati ixtisosligi bo'yicha ilmiy kengash ochishidagi ilmiy seminar majlisining qarori. Turizmni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi Aqzam va Nargiza G'afurovaning yuqorida aytib o'tilgan mavzu bo'yicha mavzulari ixtisoslikka mos keladi va yakunlangan ish sifatida baholansin. Dissertatsiya O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qo'yilgan talablarga javob beradi deb hisoblansin. Turizmni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti izlanuvchisi Nargiza G'afurovaning yuqorida aytilgan mavzudagi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi natijalarining asosliligi va ishonchliligi qayd etilsin. Tadqiqotchi tomonidan e'lon qilingan ilmiy maqola va tezislar hamda avtoreferat dissertatsiyaning mazmunini to'liq aks ettiradi deb topilsin. Turizmni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti tadqiqotchisi Nargiza G'afurovaning yuqorida aytib o'tilgan mavzudagi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi Turizmni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti huzuridagi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengashning himoya qilishi uchun tavsiya etilsin. Rasmiy opponentlar sifatida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti xalqaro turizm fakulteti turizm kafedrasi iqtisodiyot kafedrasi mudiri iqtisodiyot fanlari doktori professor Mahbuba Tuychiyevni hamda Urganch Ranch texnologiya universiteti iqtisodiyot kafedrasi mudiri dotsent Alla Nazarov Begurod Davlatovich hamda Ipak yo'li instituti yetakchi tashkilot sifatida tavsiya etilsin. ma'qulmi? Ovozga qo'yamiz, bo'lmasam xulosa qismini eshitdik. Ma'qul deb tasdiqlab berishlarini so'radim. Rahmat. Demak, zumdagina bir ovozdan javob berdimi? Yaxshi, rahmat. Hurmatli tadqiqotchi Nargizaxon, oxirgi so'z sizga. Fikr mulohazalaringiz, e'tirozlaringiz bo'lsa eshitamiz. Hurmatli kengash a'zolari, hammaga alohida o'zimni tashakkurimni izhor qilaman. Shunchalik vaqt topib, shuncha ish orasida kelib, shu o'zaro hurmat bildirganingiz uchun va ishimizni sinchiklab o'qib, o'zinglarning fikr tavsiyalarini bildirganingiz uchun, o'zinglarni ilmiy nuqtai nazardan yondashib bergan taklifingiz uchun alohida rahmat. Albatta bu mening ishim uchun, kelgusi faoliyatim uchun dastak bo'ladi. Uni yana boyitishga, uni yana ilmiy salohiyatini oshirishga va kelgusi bosqichda yuzim yorug' bo'lib, yana javoblarni berishda, savollarga har tomonlama ilmiy nuqtai nazardan yondashuvga xizmat qiladi deb o'ylayman. Alohida rahmat Mahbuba Tuychiyevni vaqt topib, vaqt ajratib, domla sizga ham alohida rahmat. Dilfuza Bahayevani sizga ham alohida e'tirofini aytaman, shunchalik vaqt topib va ustozim, birinchi ustozim Saboq Tupamga alohida tashakkur izhor etaman. Yelin Islomovga
o'zimni ilmiy rahbarimga alohida nima o'zimni tashakkurimni izhor etaman. Taqrizchilarimga shunchalik mani ishimni o'qib, sinchiklab, ilmiy o'zlarini yondashuvlarini etishgani uchun, takliflarini berishganlari uchun rahmat, Asli Kamalovlar, rahmat topib, shunchalik kelganingiz uchun sizlarga ham kelgusi faoliyatingizga albatta yana rivojlantirgan shunaqa yaxshi shogirdlarni chiqarish, bu borada to'xtamasdan ularga shogirdlarga yo'l ko'rsatayotganim uchun alohida o'zimni tashakkurimni izhor etaman. Rahmat. Hurmatli seminar a'zolari, hurmatli ustozlar, hurmatli vakillarni ayirmasdan kelib, tadqiqotchini qo'llab-quvvatlab, offlayn ishtirok etayotganlar, onlayn ishtirok etayotgan hurmatli professor ustozlar, hammalaringizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Turizm rivojlantirish instituti jamoasi nomidan, ilmiy seminar a'zolari nomidan, qolaversa kirib kelayotgan yangi yil hammani xonadoniga qutlug' muborak bo'lsin, shod-u xurramlik olib kelsin, ishinglarda rivoj, ilmiy faoliyatinglarda yuksak ulkan zafarlar tilayman. Hurmatli tadqiqotchimiz, bugungi muvaffaqiyatli ilmiy seminardan o'tganingiz bilan tabriklagan holda keyingi bosqichga omad tilaymiz. Ilmiy seminar tugadi deb hisoblaymiz. O'tkazish tartibi ma'qulmi? Sog' bo'linglar, omad tilayman hammalarga. Yangi yillaringiz bilan Bugün karşı deponentizm var idi. Maddi dırmalı. O şeyi onu tüyerdik, zorla bir kısmı. Buraya koyun. Она часто со мной сидит. Вы знаете, Азамат Мусагалиев рассказывал свою историю с мамой. Я ему очень часто говорила, что у нас были такие отношения, я ей звоню. Мама, это я.
Yo'q, qoldirgan.